Assalamualaikum balla yaxshi tudingmi? Sizlar mana shu Beyjandan shunchalarcha Uyg'ur bolalar bilan ko'rishishmi baranda. Alohida bir ish. Endi men Beyjanga patmi kelaman, ammo Beyjan menga 3 narsadan derak berdi. Ushlam. Birisi Beyjan o'ylasamlar 3 narsa keldi, 3 narsa qilsam Beyjan kelgandek bo'lma, bo'lmasa kelmagandek his qilaman. Demak, Beyjan men uchun qaysi 3 narsani derak berdi bo'lsa, birisi Starbucks. Starbucks. Yani birisi Zara'dan kiyim olaman. Yani birisi Starbucks'dan qahva ichaman. Uchinchisi men Wang Fujin'dan kitobxonaga kirib kitob olaman. Mush 3 ishni qilaman. Amaliyotda Beyjan mush 3 tildan derak ko'raman degan undan emas. Amaliyotda Beyjan yamanchiq narsa bor, ammo men uchinchi bo'lsam 3 narsa. Yana nurg'un odam uchun Beyjan yana nurg'un narsalardan derak berishi mumkin. Men bir narsa o'ylab qoldim. Unda hayot cho deydigan bir masala chiqdi. Zot hayot kishilar uchun nimadan derak berdi? Hayot nurg'un odamlar har xil narsadan derak berdi. Men Beyjan men 3 narsadan derak berganlik uchun men Beyjan kelib 3 narsa qilmay ketaman. Unda yana nurg'un odamlarning kallasi hayot balkim men o'ylagandek ya 3 yoki 2 yoki 4 narsadan derak berishi mumkin. U hayotda shu ishni qilib ketish mumkin. Unda zot hayotimizda bizga qaysi ishlarmi? Şomen leksiyani sizga bir naqsha aytib boshlayman. Bu naqsh mening ijodiyat naqsham. Bu o'zgacharak naqsha tekstini o'zim yozgan buni. Ahame Guangdongcha. Men Guangdongcha naqshini yaxshi ko'raman. Shu deydigan bir naqsha bor. Bu naqsha bunisi nurg'unlagan Uyg'ur yoshlining yurak qalbini tasvirlaydigan naqsha bu. Orzu armonlarni, hayotidagi orzu armonlari mush naqsha g'ijinchoqlangan. Biz naqshni boshlab ketdik. Tushunish tez diqqatimizga. Yatsam, qopsam, qo'lsam yana fısam. Lakin nurg'un odamlar uchun xuddi Beyjan mana 3 narsani derak bergandek, ular uchun mana 3 narsani derak berishi mumkin. Yatsam, qopsam, uxlasam, yana yatsam. Men o'ylab qolman ba'zida bu har qanday bir narsaning çoğun yaslı sebep var. Mesela sunun yaslı sebep var. Bunun işçimizde ta şey layığı ne mi nesin sebep var. Ya dikkatimizi tatmakçı ya komisyonumuzu iştirek satmakçı. Kompütürünün şu mikrofonun şu. Evet bir yerde oturarken her bir insandan toğandan tat məqsd oldu. Çok məqsd var. Bunun kudan işip çıkmamız bakar. Ayaktan yas, bizim ayaktan ötürep. Şişecek kudayım o. Öyle oylayımız var. Biz çoğun bir sebep oluş mümkün değil mi? Ama nurg'un adam bu sebep tapanmayı. Nurg'un adam şun hayat nimden direk verdi? Bu bir sual. Men üzemnin şu şoklu iş kamraklıkını yakında bildim. Şokluydu ki mesela men küçük vaxtımdan başlap şokluyum ettim. Bir qatimda adam şunda ko'zini ekilib mening og'zimga "Man ya ülep ketsam meyli." Men nimeyman desam mening bir shuarim bor kichik vaqt deydigan. Sey suyi yangi go'sht deb qo'ydim. Sey suyi yangi go'sht. Bo'lmuş 3 narsani soldi menga. Uningdan ortiq ko'kta tamqim tushdi, men nimeyman. Bugün dadam anda ko'zini tiqib ko'zimga ekilib etdi, mushin ya. Ülep ketsam meyli deb. Dadamni qo'rqaman men. Yedim buni yeb, mushinchilik sho'xlar mushaga chirpilib. Ya deydi ekansan u deganda qusib etgan. Men kichik vaqtimda shu sho'xlini
yaxshi ko'rmayman deb o'ylab yuribdi ekanman-da. Keyin mushu 2 yillab qoldi. Sho'xlini mundaq nipiz qilib, buni tuz sepib yesa ajoyib o'ttandim ekan bu. Ammo hozircha men nima etgan choy ichsammi, sho'xlar bilan yeb olaman. Demak, odam nima ishni yaxshi ko'radi, uzun muddat bilmaydi ekan buni. Chunki yaxshi ko'rgan narsa uchirmoqchi. Şuna menmo o'zimning psixologiyadan iborat bu xil ilm-fanni yaxshi ko'rganligimni, garchi men nurg'un usullarda men bishoratlar kelgan bo'lsa-mu bilmabdi ekanman-da. Buni men 3-4 yildan oldin bildim. Men o'zimni psixologiyada xeyli yaxshi deb o'ylayman. Endi men shu korxonada maslahat beramiz, mening bir xatga qo'sham yo'q. Milliy korxona degan gap bilan qo'sham yo'q mening. Men o'ylab baktım, şu milliy alaylik deydikenmiz, Amerikanın milliy alaylik nima edi deb. Unda gap yo'q ki. Ama biz bununla bir kirib qapdik. Hem ruh qandaq narsasi bütün insoniyatda o'xshash narsa. Ruh deyilgan narsa var, bütün insoniyat o'xshash bo'ldi. Biz farqliq deymiz. Amaliyotda dunyoning hammida odamlar o'xshash bo'ldi. Siz uchrayotgan azobga o'xshab uchraydi. O'xshash oila munosabatga o'xshash, hammaga o'xshash. Bu vaqt Maslow'ning degansa what's personal is general degan. What's personal is general degan gapsa shaxsiy narsa, umum narsa degan gap. Bu deganlik sen o'zingni rasmiy qidirib tekshiradigan vaqtda butun insoniyatni qidirib tekshirsan degan gap o'xshash. Har bir psixologmi shu o'zini tekshirgan vaqtda boshqalarni to'g'ri tushunadi. Aristotel bu vaqtda o'tmishni unutmagan odam faylasuf bo'ldi degan. Mening ham eng cho'ng ishim nima deganda, men o'tmishimni qechib baqmadim. O'tmishimni e'tirof qila oldim, o'tmishimni qabul qildim. Men o'tmishimni qabul qilgan vaqtda kelgusim menga eshikni ochdi. Men shunda o'ylab baqdim. Men nurg'un kitoblarni o'qidim, har xil odamlarning kitoblarini o'qib baqdim. Har xil dinlarlar tushib baqdim. Nurg'un roib do'stlarim bor. Roib do'stlarim bor. Burundan tatib məşlik ölçülab yürüb ekanman. Roib bulam dedi. Kim bularla alışıb o'g'lining shundoq o'zgarishliq aloyligi bor ekan, o'g'lining dunyo ko'z qarashlarini, masalan shu koma loka degan nazariyalarni so'zlaymiz, odam shunday hayron qoldirdi. Men bir narsa bor, butun insoniyat bir o'rtaq narsa bor ekan. U bo'zmi ruh ekan deb. Undasa ruhning ilmini o'rganish kerak ekan dedim men. Ruh ilmi. Ruh ilmin inglizcha shunday o'rsak psychology deb ataladi. Buni hamda dehqonchi o'zlashtirsak psixologiya degan xet. Psixologiya degan bizga dehqonchi o'rlashtirilgan o'zlashtirgan xet bor. Biz rasmiy buni ishlatamiz desak, ruh ilmi desak, ruh ishlamsizlar. Hozir ko'mgan kechirmamsizlar. Biz ko'may ishlaydigan bechiq narsalar bor. Masalan, tok simida o'tadigan tokni hech kim ko'rib boqmadi. Ammo ishlaymiz. İşlenmeye kalıb tutub baxsanlar. İşini qalısınlar, yataqçırıb tutub baxsanlar. O'xshash. Shamalni bütün dünyada ko'rgan adam yo'q. Shamalni ko'rgan bormi ya? Shamalni ko'rib, alamni ko'rib baqdi. Ammo shamalni ko'rib baqqan inson. Tokni ko'rib baqqan yo'q, alamni. O'xshash ruh. Ruh ko'rinmaydi, alamat ko'rindi. Alamet neredeyse hepsinin hareketimiz. Bizden takdirimiz oldu. Ondan insan nimden düzüldü? İnsan üç neresinden düzüldü. Birisi beden. Beden degen bir ceset. İcra kılıdı bu. Al deyimiz, alıdı. Amma deyimiz, ammayı. Yamırsı mine, tercüme. Buyruk çırdı. Çatak müşahedini çıkıdı. Ruh hemmeden de okşaş. Beden okşaş. Bazılar mende kametlik oldu. Bazılar uruqraq bo'ladi. Beden amma o'xshash bo'ldi. Hamma odamning badani ham o'xshash. Bunday qilganda biologiyani o'qib aytganda biz bir aqsilda iboratmiz. Aqsil deb bo'ldi bizni. Biologiyani o'qisdim. O'xshamay yo'q. Ruh o'pma o'xshash. Asman birlamasma. Ruh o'pma o'xshaydi. Nima o'xshamaydi? Minil o'xshamaydi. Tarjimalar o'xshamaydi. Shu odamsa ya. Qanday tarjim qilsak, shunda buyruq tushirmiz, shu bo'chmaydi. Amma bizning buyruğumuzga bo'ysunmaydigan a'zolarimiz bor. Ya'ni biz simpatik nervlar va parasimpatik nervlar deymiz. Parasimpatik nerv degan nima esa, sizning buyruqingiz bo'yicha ma'noda, sizning ong bo'yicha ma'noda, tunish doirangiz bo'yicha ma'noda. Men olaman deyman, qo'yma deyman, beshimni qashlayman deyman, qashlayman. Amma
simpsotik nervlar boshqarilgan bir yerimiz bor. Mana bu intayin taqildiga. U narsa bizning masalan ichki a'zolarimiz. Hech kim bugun havo yaxshi ekan, o'pkam yaxshiroq xizmatga yoki bugun yekshem bo'lib qopdi, yurkim sal astroq. Bu simpsotik nervlarni hech kim boshqara olmaydi. U sizning hissiyotingiz bilan bo'ladi. Hissiyot bilan ichki a'zolar o'rtaqcha oladi. Biz yerda tayyon son so'z degan so'z deymiz, kun to'pini. Demak, insonning bir farqi bor, nimasi? Mingidagi tarjima. Kimning tarjimasi yaxshi bo'lsa, shu o'zib chiqadi. Tarjima. Taxmin inchiklab so'zsam, o'tganda bir yer lag'ma yeb qoldim Urumchida. Bu lag'ma niyatda buni lag'minimda shuncha qil chiqib qoldi, qil. Ja qilandi. Men danchi bekmo tujublab ketmayman bunday. Ko'nglim gap ketmadi men. Bunday yilib ham ko'p yavadim, ammo qaranglar, masal paydo bo'ldi. Tuyuqsiz odamning kallasi xiyoliga qoldi. Mush qil nereden tushgan qildi. Amaliyotda qil tushdi, men qilni elib etdim, tomoq yeyavatime. Men buni hech qanday tarjima qilish bo'lmag'achqa, meni oshqoznim o'yimning azm qilish sistemam yaxshi, men oshqozimning ruldan yeyatdi buni ham. Ammo tuyuqsiz mush qil nereden kelgandi? Oshqozim ishkilnish bo'ldi. Yani öldüm de muşkulaş aşpezden 5'ten düşkendim ya. Qarama tercim oldu mu? Aşkızdan bolmaydı oturucu mu? Manda nese ma? Aşkızdan qanday kontrol? Muşu bir adamның 5'ten düşkendim ma? Diyen aşkızdan da turib aldı da. Endi ma aşkızdan narsa qaranglar, men yana öldüm. Bopday, onun 5'ten düşken bolsun mu? Pakizda onun 5'i. Bo'ldi, erkek yana. Bu normal holatda tuz manda qilamgan bilan mana azm qilish sistemasi, ammo tarjim bilan meni yurdi bu. Ha, to'g'ri. Pakizdik. Yevadim, yerimini yeb bo'ldim, ammo tuyuq yan xiyolga qoldi. To'xta. Mushqilashning bunidan tushgan. Bunday mana tarjima ko'ratamsizlar? Bunday. Ammo o'zimni yana qayl qilib baqdim, buni Pakizda. Endi oshqozonimda ahmaq emasda. Mana buni Pakiz deganmaydi. Buni qanday Pakiz deyman? Shuningdan ma tarjim bilan men oshqoznim qaylim bo'lmadi onunga. Amal yo'qmi? Hareket to'sdi, men tomoqni, pulni berib yetib ketdim, gap qilmay ketdim. Nima o degan vaqtda mayat bilan meni tarjimam bilan harakatim qilganlar kelib chiqadi. Tarjima etmayman. Aklab qol. Shunam. Nadan ismi? Muhammad. Hasan, ha? Muhammad Roza? Muhammad Roza udum. Hech qanday Oylang ha, bir narsa oylanglar. Bu normal inkos emas. Bir odam usa kulish. Normal u. Ammo bu bek sog'lom, agar unda ularsanlar sog'lom psixika u. Ammo bu bir xil normal bu. Nimishqa mamamiz tarjima so'qishmaydi. Udan cho'qim ma'lumotni birimini tushundirmoqchi yoki uyon qilyapti deb tarjima qildimi? Bo'ldunda shinshanshin so elaqa ochiq keltiradigan hormon ishlab chiqarmaydi. Tushuna olaman. Hareket olmaydi, kuladi. Oyadagi stress hormon shakllanmay, serotonin, ya'ni xushallik kulish hormoni qo'zg'atadi. Hamda bu bir xil benormal holatda turdi. Hamda bu yerda nemishqa Muhammad Roza kuladi deganda tarjima yaxshi. Tushuna olaman. Ma'lum cho'qim men bir nima qilyapti, o'tadi. Hamda sizlar bir paqan sotalar chiqqan. Siz Muhammad Roza tala chiqqan urib baqsanglar hargizmi? Bu savaqt ishim birini o'rgatmoqchi. Unda demaydi. U nima bo'ldi, sinima nima deb nimishqasa tarjima qilba, meni bakashdan nimishqa urdi. Ayari egoga, meni xo'rlatib, meni bo'zak qilyapti deb tarjima qildi. Ammo men o'samchus unda o'ylamadim. Endi esa birini o'rgatyapti dedi. Hamda
Sizning realligingizdimi mushunda ish yuz berdi. Tushunamsizlar ya? Bagajlar bir urib baqidi. Yoki bagajlar bir kuni qoyag'i degan vaqtida yomg'ir yog'ib qoladi. Bu men cho'qim pul berib turdi degan vaqtda u do'stingiz bermay qoladi. Mushunda vaziyatlar hammasida siz eng sog'lom kishilik nimasi? Mushunda bir hikmat va o'xshaydi deb tushunsizlar. Tushunamsizlar ya? Bu pek muhim narsa. Mening bu urushim demisimi? Sizlarga ma'nosini tushuntirish bo'lgan o'xshash, hayotingizda yuz berayotgan nurg'un qiyinchilik amli sizlarga nimani, ma'lum narsani nima qilib berdi ekan tushuntirib ber. Ammo nurg'un odam buni ego qilib, tarjima iqtidori yaxshi bo'lmag'achqa, onim qilib olgan xato tarjima qildi. Bizning tilimizda ochiqni keltirma deymiz. Ochiqni keltirma degan nimasi ochiqim bor bir yerda. O keltirma degan gap mana. Mana shu bayqan ochiqni oshkorlab qo'yma degan gap mana. Nurg'un odamning ochiqlanishi yuz berayotgan shular munosabat yo'q. Faqat uning boshqalardan anglashdan qo'rqdan gaplar bor, tushunamizmi? Yoki ba'zi gaplar ashundoq tuyulib ketadi. Bu vaqtda uning yushirayotgan ochiq nima qilinib qoldi ekan, oshkorni qoldi. Shun ba'zi odam ochiqlangan yerga, ba'zi odam ochiqlanmaydi. Nima ish qilsa ularning kiytang tumurining joylash o'rni o'xshamaydi. Kiytang tumur degan so'z bor. Masalan, avtobus chiqib kelsizlar, men Bejonda qarsam avtobus yaxshi ekan. Avtobus chiqdinglar, bir pitonliq deslib etdi. Ammo avtobus qarsang, liq odam bo'lsa avtobusda ko'nglim olmaysizlar. Bir bilmaydi setibdi deymiz. Agar avtobus 4 odamlab qolsa-chi. Bo'ldi, qasdan deslidi deysizlar. Ikki tarjimonlik nima bo'ldi-sa, o'xshamgan ikki xil nima chiqdi ekan? Hissiyot kelib chiqdi. Har qanday harakatning orqasida hissiyot bor. Har qanday harakatning orqasida nima bor ekan? Hissiyot. Har qanday hissiyotning orqasida nima bor ekan? Tarjima. Butun insoniyat faqat mush tarjima bilan nima qilib turgan farqini. Bizning da'vatgan sapas ko'tarilish deganning o'zi tarjimaning nimasi bo'lishi ekan ma'lum, yaxshi bo'lish. Bu hargizmi badandagi ruhdagi farq emas. Ruh o'xshash, badan o'xshash. Menda qavulni hisob qilmaganda, tushunamizmi? Qolgan narsaning faqatla meni bizning ilm-fen o'rganishimiz, bilim o'rganish hamma narsa nimaga taqshid bo'lsa, dal mush tarjimaga berib nima qildi ekan? Taqshid. Endi bir masala kelib chiqdi. G'alati bir masala kelib chiqdi. Men mush odat bir ochiqlanmaydigan, bunda o'zim tutvagan odam bo'lsam bo'libdi deb orzu qilib qo'ydiribmanlar. Ha, o'zim tutib oldigan. Ochiqlanmasam ken deyman deb. Ochiqlanmasam ken deyman. Ammo shu qo'l ko'targan ichida boshqalar meni bir astoydil o'ylasa, yoki boshqalarning silni ko'zga ilmasqidan yoki hammadan meni bir cho'ng bizken deydigan qo'ydirib qolganlar. Hamma odamda bir yaxshi ko'rsa, cho'ng bo'lsa deydigan. Amaliyotda ma ishki gap bilan mana qaranglar, ochiqlanmasam ken deganlarmi qo'l ko'tardi, yonma qo'l ko'targanlar ichida men boshqalar cho'ng bizken deganlarmi qo'l ko'tardi. Amaliyot bu yerda nima masala kelib chiqadi desa, nurg'un odamning qiyosli o'zi asli avvaldan bek cho'ng bo'ladi, tushunamizmi? Shunga boshqalardan u nimani talab qildi desa, o'zining kallasidagi menga muomala qilishni o'ylaydi. Masalan, men birsini men o'zim chiqib menda o'ylayman. Ham men boshqalarning menga musholatimga muomala qilishni o'ylayman. U men real muomala qilsimi, beshini ko'tarib qaramaganlik uchun nim keldi bo'lsa, ochig'im keldi arqaga. Men nima menda qaramaydi. Amaliyot uning ko'z qarashidagi men bilan o'zimning ko'z qarashidagi menchi bo'lsa, sal nim bo'ldi ekan, farqliq bo'ldi. Endi g'alati ish bor. Shaxsiyatchilik. Men shaxsiy tashabbus qildigan odamchimi? Men shaxsiy tashabbus qilmayman. Shaxsiyatchilik degan nima? Men kichik vaqtimdan boshlab xalqni suyish to'g'riliq bekji qanday aytdim. Xalqni suyish kerak, xalqni suyish kerak. Men topolmadim. Nijot kimni xalq deydigandir. Jamiyat dedi, men talani, jamiyat desa talani o'ylaydim. Muhit desam-da talaga qarabda. Amaliyotda bu jamiyat, muhit deganlar tala emas ekan. Bu muhit degan nima ekan desa, ko'rgan, anglagan, tetigan, tutgan narsalarning, ya'ni bizning 5 sezgi a'zosimizga kirgan uchurlar nima bo'ldi ekan? Muhit bo'ldi ekan. Demak, bir yotoqda nurg'un odam gap qilsa, gapmi? Nima hisoblanadi ekan? Muhit hisoblanadi. Xalq degan kim kensa men izlab oxir topdim xalq deganni. Men kimmi? Men uchun xalq kim kez? Men kimmi? Men o'zim uchun tirishsam, o'zim uchun kurash qilsam, o'zim yaxshi ko'rgan narsa qilsam, hamma odam
Meni yaxshi ko'radigan hamma odam uchun men xizmat qilgan bo'ldi ekanman. Bu nuqtani qo'ysin. Men xalq suymi deb talad uni bu suyib juysam. Beethoven. Beethoven 15 yıl orduda müzik çaldı. Beethoven tanıyorsanız 15 yıl. 15 yıl müzik çalsa yani Aksumek'le hiç kayısı yaxşı görmedi Beethoven. Hiç kayısı mı? En ağır alıp postigini jürkük tipla edip etti onu. Man kayıtlar. Bir teklifnamıga alan ruhsuz bağalı uçurlar edip etti. Edip ettiğinde onun bir ustazı var. Ustazının kızı var. Elis deydi. Elisha deb koyuyoruz. Onu yaxşı ko'ra qoldi bu. Ammo bu cho'qim muzikani taraq qildirman deb Parijga bormoqchi bo'ldi. Parij bir vaqt Elisha bilan shundoq tez qo'shlashdi, ikkisi birini so'q qilishdi. Unda dorilarni Beethoven ketdi Parijga. Shunda kambag'al Beethoven. Dadasi kambag'al, apasi kambag'al, o'zi kambag'al. Şun bular asasiyetin taladın nerske setip algan vaqtda ko'n narsani setip oldi. Ko'na narsa. Apsi vaqt o'tgan go'shtni yavrib, o'zidan tuberkuloz kesilib apsidan. O'lib ketdi. Azaplandı. Eng oxiri Beethoven birisi Elis taqdim degan muzikani yozdi, yana birisi onasini seg'inib muzika yozdi. Mushki muzikasi Beethoven nim qilsa dangliq qildi. Tushunatamsiz ya? 15 yil xalq uchun muzik chalgan vaqtda hech kim e'tirof qilmadi. Ammo eng oxiri o'zi uchun muzik chalgan vaqtda hamma odam yaxshi ko'rdi. Şu an sılının birinci hatalıqını demese, kişiler için müzik çeliş, başkalarının yaxşı görüşüge erişiş, başkalarının itiraf kılışıge erişiş, başkalarının hürmeti erişimen depla, ömrünün yerimini yoklayışlar. Sizler müzikin üzerinin üçün çağıran vaxtınlarda, üzerinin üçün çen anlama. Amma adem sılını yaxşı gördü. Çünkü dünyaya insanın orijinal lazım, orijinal. Men Beycan'ı pek yaxşı görüp ketmeyim. Neymiş kalsa bu yerde hem bina okşaş, serengidekler. Orijinal nesli. Şanghay neymiş güzelse, bu yerde hem nesli neyse, üzü gittirse haslık buldu. Şu an bir adamın öz üçün tirişi, xalq üçün tiriş. Öz üçün güreş qilishi, xalq üçün. Hem de bizim neyim çatak var dese, bizde meyli toy qilganlar olsun, meyli ata-onalar olsun, muş başkalarını özgertimen deb tirishgan bir ish var. Men onu bana o'xshatmoqchi bo'lman. Uni o'ziga o'xshatmoq. Mush odamlarda nasihatxo'rlik bor. Bunday qilsan, bunday qilsan. Yo'q, sen otliq, qani otliq bitib qolishing kerak jiman sen. Bir otliq qonni, sen bitib qolishing kerak deyotgan gap. Bu endi bir qanday gap deganda bir mantiqsiz gap. Sizlar hargiz atrofingdagi kuzangligi sig'magan narsani o'zgartiraman deb turibmanlar. Tushuningizmi? Hamma narsada hikmat bo'ladi. Hamma narsaning bo'lgan hikmat. Bir kuni men partaga miq qilib etib, miqim egilib ketdi. Tuzmaq. Men o'yladim, egilib ketdi, buzildi deb tashlab etdim. Bir haftadan keyin xonaga borsam, dal men tashlab etgandek igik miqni zavoddan hisob chiqibdi, tushuningizmi? Men o'yladim da egilib ketgan keyin bu miq cho'qim xato miq deb tashlab etsam, zavoddan naq shundan igik miqni. Bunu nima ishlatilsa, oshinamni ishlatilgan yeri bor ekan, tushuntamsiz? Demak, sizning ko'zingizga sig'magan narsani sizning xato deyishingizga ruxsat bo'lmaydi. Bu xato, tushuningizmi? Sizlar eng muhim nima qilishingiz kerak? Rostli sizlar xalq to'p qo'shmoqchi bo'lsangiz yoki hech bo'lmagan vaqtda yurtingni to'p, hech bo'lmagan oilangni to'p qo'shmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'ylab o'zingni to'p qo'shishingiz kerak, o'zingni o'zgarishingiz kerak. Tushuntamsiz? O'zi o'zgargan vaqtda hammadan o'zgardi. Bir odam o'zgarsa, atrofdagi odamlar nima qildi ekan? O'zgardi. Biz kepinek effektini bilamiz. Xuddi yashaying. Mushkilni ko'rib qo'ysangiz 3 qism yaxshi kino. Xuddi yashaying. Xuddi yashaying nima deydi desa, Bejingda bir tal kepinek qanot qaqsa, mushning qantidan chiqqan shamol. Mushning qantidan chiqqan shamoljimi? Bejingda balkim quyun hosil qilish mumkin. Kepinek effekti. Gandin tunislanqo? Mush Tianjin shaharlik
Gendini tanıysizlar-ku? Mush Tianjin shaharlik Hindistonning bu davlat otisi deb atalgan, bu Gendinin butun dunyoni bo'ysundirgan xarakteri nima esa, samimiyat bilan bo'ysundirganchimi? Ammo Gendi hech kimga samimiy bo'l deb baqan inson emas. Bir umrida bir odam nasihat qilmadi. Faqat o'zi samimiy bo'lgan. Uning samimiyatidan butun dunyo ta'sirlangan. Bir kuni bir ayol 6 yoshli o'g'lini Gendini boshlab bordi. Efendi, o'g'lim sizga pek cho'qindi. Har qanday gapingizni anglaydi. Mush o'g'lim yaqinda kampdan chiqib, tishi qurtlab ketib bordi. Xapamaymish balamga. Balam, kampdan chiqima deb qo'ysangiz, men sizdan to'limda xursand bo'ldim deb. Shunda jiroq yadin keldi. Kelgan keyin Gendi bu odam qarab boyaga. Bo'ladi, ammo bir oydan keyin keladi. Boyalar Gendini gapini jiramay ketdi, bir oy saqlaydi. Bir oydan keyin keldi. Yan Gendini keldi. Mahatma degani hurmat ismi keldi. Mahatma, men tundingizmi? Tundim bir oyni oldida keling degandim. Men keldim, balamni olib keldim. Gendi bala qarab, bir qiz gap qildi. Balam kamptiyman. Tuydi. Boyamda qarab hayron qoldi. Efendi, bu gapingizdan bek minnatdor bo'ldim. Ammo shenayotgan bir yerim bor. Mushunda bir oddiy gapni bir oyni oldida deb etgan bo'lsangiz, men bu dumshiq o'tirib ketib avarlab kelmaytinmasma desa, Gendi kulib ketib, bir oyning oldida menmi kamptiydi. Bu Gendi nim demoqchi esa, men bir oyning oldida menmi kamptiydi deb, bu balaga kamptiyman desam, olmaydi. Gerçi bu balamning kamptiyligini bilmasmi, agitning chin hissiyotimda chiqmaydi dedi. Men mush balaga kamptiyman deyish uchun men bir oy o'zim kamptiymidim dedi. Shuna Gendi haqiqat izlagan kitobning 2-bobida mundaq bir gapni qiladi. Be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. Bu nima degan gapsa, sen atrofingni qanday o'zgarish ko'rmoqchi bo'lsang, sen shunda o'zgarish o'zgar. Shuni aytamsan ya. Be the change you want to see in the world. Bizning ota-onalarimiz mag'lub bo'lgan ota-onalar. Nima ish bizning ota-onalarimiz mag'lub bo'lgan? Chunki ular doim bolalarga o'zi qilolmagan ishlarni majburlaydi. Nurg'un ota-onalarni ko'rdim. Yo'lkun tutib oldim. Televizor qarag'ach. Balam, dunyoda hammadan shu o'g'inish qilish muhimmi? O'g'inishdanmi huzurlik yo'qmi balam? Turishmasa olmaydi. Men nurg'un o'rta maktablarda leksiya so'zdim. Ota-onalar bor. O'quvchilar bor. Men ular dedim. Ota-onalar turibdi. Men sizlarga bir gapni qilaman. Birinchisi ota-onang do'rimang dedim. Men sizlarga tirishinglarmi demayman. Men sizlarga tirishinglar demayman. Men sizlar bilan birga tirishman dedim. Men o'lib ketaman dedim. Lekin o'lib ketaman. O'laman-ku, o'lmam. Men o'lib ketsam-mi dedim men. Men qaritishimda sizlar Ali ma'lum tirishib etib o'ldi degan xatlarni ko'rsizlar. Men harga tirishinglar dedim. Balki men sizlar bilan birga tirishman dedim. Shuni aytamsizlar. Shuna siz qanday o'zgarish ko'rmoqchi bo'lsanglar, birichi shuvansin bo'l. Sen shunday o'zgarish o'zgar. Bu pek muhim. Chunki sizlar ertaga sizlar farzandlik bo'lsizlar. Sizlarning turmushdan qaynamlab chiqib ketsizlar. Qizlar uyga kristal qashdan tizib boshlasa, o'g'illar mashina remir tushdi degandek. Ammo sizlar mush narsalarga qiziqganlar uchun valloh albatta bu narsani ko'rib cho'mdi. Chunki onu anlash nerpiga 3% nerp ketadi. Kurashga 12%. İnson doğraydı. Tushunarlimi? Anglamaydi nima qildi ekan? Doğraydi. Men istiqbol sahnasida Sunukungni misol oldim. Sunukungning maymun ballalarini boshlab shoqiratmidan o'tadiganini. Sunukung shoqiratmidan o'tmasdimi? Asli maymunlar o'talaydi. Tushunarlimi? Ammo hech kimning o'tganini ko'rmagachga ular o'tolmayman dedi. Yakunladimi? Bo'ldi o'tolmaydi. Ammo Sunukung o'tdi, oqidil u nima qildi? O'tdi. Bu pek muhim narsa. Shuna kishilardan mushlarni o'zanglar qilishlar, o'zang tutursiz.
Biz bir sınaq ishlab baraylik. Qulağını chiqaranglarmi? Egiz ko'taranglar. Nima? Siz mana gandidek chiqadingiz. Anda açılayman ha. O'tirib qolmang. Tekizimiz. Tekiz olaman. Mana. Asta yüzümüz qo'yimiz bunu. Voy, yüzümüz qo'yimiz dedimmi, inkimiz qo'yimiz. Köp qismanglar bo'lmasa adabiyot tili do'qayotgan bor. Men Uyg'urcha yama ish qilib yuzimizni qo'yimiz desam, yana men ayagicha davrdan. Inki qo'yimiz. İngek qo'ydi-ku, biz ingek qo'yamiz. O'xshashmiz. Shuna mening tashabbus qildig'im nimasi ko'pincha vaqtlarda nimani tashabbus qilmasa dal shu narsasi. O'zim tashabbus. Shu men nasihat qilmayman. Men faqat o'zimning ro'yi orqali uzun muddat biz nima qilib qolgan desa, uzun muddat biz qabrlarni oqtirishga boshladik. Burunqi odamlar so'rab chiqish boshladik. Mahmud Qashqir dedik, Yusuf Asay dedik. Bo'ldi. Hurmatlaymiz. Ammo yetib oshidi ular. Bo'ldi. Ular muzeyxon deyishdi bo'lardi. Tushundingmi? Hurmat qilmagan emasmi? Bo'ldi. U bilimnimi bo'ladi. Ammo hozirga aplashmaydi u bilimlar. Tushundingmi? Men hozir o'ldim deb bizning bilman. Bilmayman Mahmud Qashqir Yusuf Asayni jiqnas bilman. U ingliz bilmaydi. Hiç bilmaydi. Ularninkini men bilaman, chunki o'qib oldim. Mening leksiyasini anglab boqmadi Allah. Bilmaydi. Uni bo'ldi ashta hurmatni pat aslab qo'yamiz. Qish uni qidirib tadqiqlashning hojati yo'q. Shuni aytamsa, bu oqiyash. Men muhimi sizlar 100 pasajibmi deb qolinglar. Men muhim. Neymişqa men tirik emasman. Men tirik. Sizlar ma'lum so'zlab bersinda 5-6 odam chiqibdi-ki men so'zlatdim. Sizlar yolg'irib, yilg'o xaybo ishlatibsizlar. CCTV'da e'lon bersangiz qo'pmaydi isqasasi. Qo'pan deya bir reaksiya so'zlab ketdi. Bo'ldi, bo'ldi tugide tushunolman. Men nima demoqchisi, ularning o'zlarini sayis qilolmayman. Tushunolman. Sizlar bo'la olaysizlar. Bo'la olaysizlar? Bo'lamamsizlar? Voy bo'la olamiz. Hammamiz bir ruh. Bu ruh degan ajoyib katta narsa bu. Siz nimaga aylanmoqchi bo'lsangiz, shuni aylana olasizlar. Shuni aytamsizlar-ku. Uni o'zimizga soy qilib olmay, undaq olimdan necha ming chiqib bo'lardi Uyg'urlar. Nima chiqarsa, Uyg'urning asli ginda aql zapsi to'lgan. Attiylar. Hemen Qug'un deyalamsizlar? Qug'un men de 4-5 tilini bilmay, hech qanday tilning tehi biror millat Qug'un deyilmaydi. Nimishqa birisi qiyne mumkin emas qo'yib chiqarish. G'iyni ma fransuzlar aplab do'raydi, uldan boshqa chiqarolmaydi, qiyni hech qanday millat chiqarolmaydi. Endi siz o'ylanglar, kichik bola Kogun deydi. Kogun yeymaydi. Bu cho'ng'ulab Kogun deydi. Anandan keyin resmiy aqd yetilganda Kogun deydi. Biz Qug'unda chet elliklar tek Kogun demasmi? Har qanday ingliz so'rab chet ellik chiqdi-ku bu yerga. So'rab qolganlar, hammamiz Kogunlam deydi. Men bir irlandiyalikka qiyin yutib olmay 3 oy aplashdim. Qiyinsam emas qatsa. U mumkin emas ekan demaydi. Biz har qanday biz masalan inglizchaga TC degan harflar yo'q, ammo biz butun degan olamiz emasmi? Uyg'ur har qanday tavsiya chiqara oladi. Mushning o'zini nimdan direkt berdi bo'lsa, dal bizdagi gin yaxshi. Sizlar havas qilayotgan mayli Mayun bo'lsin, mayli Steve Jobs, mayli Bill Gates, mayli Einstein, mayli yozuvchilardan kim bo'lsin, uning amaliyotda gindi cho'lsa bizning aqlli emas. Shuni aytamsa-ya. Ammo ularning oshi bor ginni taraqqiy qildirish kuchqilab ketgan. Yahudning aqlliq deydi. Mening bir o'qituvchim Yahudi edi.
men bir yil shu sejishini o'qitish edi, ingliz kunga. Aqlliq emas ular. Yahudni aqlliq degan qalayimqan yolg'on gap qo'yib, tushunolmayman. U aqlliq emas, u to'xtamay kitob qo'ydi. Kitobdan qo'ydi. Uning bilan nima bo'lib ketganki? Aql. Resmiy aqlni biz geni desak, Uyg'ur dunyoning eng aqlli millat. Tushunayapsizlar ya? Men dilni ko'rasizlar o'g'lim. Men shunga hurmat qilmay bilmayman, ammo men ularga havas qilmayman. O'tganda liftda bir bol jo'r kelibdi, ma'lum, men bo'ldim. Siz Eynishtanga o'xshaydi ekansiz. Achchig'im keldi, sen meni ashunda bir dinsiz, masarali o'xshatamsan. Ma'shum bo'lmaydi. Yama hurmatim qo'zg'algan bo'lsa, Eynishtanga berib, Eynishtdan. Sen bizning Alimanga o'xshaydi. Unimi shu o'ylang, unimi o'xshash bir xotin tug'di. Quvg'in demaydi xotin tug'di. Bir tug'ib, to'rt bir tug'am deya. Bir tug'ib birismi? Biznimi quvg'in deyaladigan xotinni tug'atdi. Quvg'in deyaladigan ashundaq bir ulug'ani tug'atgan ekan, bizni quvg'in loyiq ish qilishimiz kerak. Şu an nurg'un vaqtlarda mening tushunmaydiganim nimasi, nemish bu ballada o'zi ishnish yo'q. Bunimi to'g'ri tushundim. Chunki tek bizning Uyg'urlarchida o'ziga resmiy ishingida bir odam chiqmabdi. Ba'zi natijalar chiqibdi. Ammo bularning hammasi kamtar bo'lib kelib, tushunolmayman. Ojizlikni kamtarlik deb bizning to'labdik, yushirib olgan. Tushunamsizlar ya? Kamtarlik. Kamtarlik degan resmiy ma'lum bir ishni vujud chiqarganda bo'ladigan narsa emas. Tushunamsizlar ya? Hiç qilmayli kamtar bo'lsa, bir balashında bir xotin hep qapti. Shundan bilan bo'g'isi olmoqchi ekan. Bo'g'isi qiynatsa bu bolani chaqirib, balam, qizimni oladi ekansiz. Bir mundaq iglik tikilgan bolamisiz? Ya. Debdi. O'yindas bir xizmatimiz bormi? Ya. Biz bilan mundaq bir soda uning bilan shug'ullanamsiz? Ya. Nasıl atanızdan kalan bir pul var ekan dersin? Ya. Bundan bu kızımni qanday baqasiz desa, men kamtar dedik. Men cho'ng bir ortiqcha qilsa, u bo'lsa kamtar deb turibdi. Ham bu nimadan derak berdi bo'lsa, o'ziga ishonish bilan kibr o'xshamaydi. Tushunamsizlar ya? Biz o'ziga ishonishni kibr qilib qilib olgan ekanmiz. Nurg'un odam ba'zidan bizning o'zimiz shuloq, ba'zi odamlar bo'ldi, hamma odamni sinikal deymiz, gumonxo'rlik qildi. Kibrda. Amaliyotda menda hech kibr yo'q. Tushunamsizlar? Mujinchilik kibrim bo'lsa, men yavluda chiqib oyoq maylimaydi. Tushunolmayman. Xo'msang berib, xo'msho setib qo'ymaydi. Xo'msho setib qo'yman chunki ijara kelib. Xo'mshochilik. Mening mancha kibrim bo'lsa, men o'zimdan tuven ko'rgandim. Nurg'un odam tuven ko'rgan odamni men qiyindishimda qabul qilmaydim. Nurg'un odamlar tillayotgan ishlarni men qabul qilmayman. Menda qilch kibr yo'q. Meni bulayotgan narsa o'tliq bo'lgan o'ziga ishonish. Tushunamsizlar? Ammo sizlar amaliyotda dal mening ko'zimdan asl o'zimni ko'rsam bo'ldi. Tushunamsizlar? Mening ko'zimdan kimni ko'rishim kerak ekan, o'zimni ko'rishim kerak. Neymiş müzik işiniz bunca olanmıyım? Zat qandaq narsa bunca olanmıyım? Endi biz psikologiyada bir narsaga taqilamiz. Ang, yushurun ang deyilgan ikki narsa. Ang va nima? Yushurun. Ang degan bizning 20% taqdirimizdan belgilamaydi. Ammo bizning yushurun angimiz shu desa 80% taqdirimizni belgilab qo'ydi. Yushurun ang degan zot nima? Qandaq narsa yushurun ang deymiz? Yushurun ang deganimiz bizga odatda bizning tunish doiramizning sirti bo'lib qolgan. Kichik vaqtimizda cho'ng bo'lash jarayonida biz yekilib olgan aqli yakunlarni bizning deydiganimiz yushundan. Aqli yakun degan nima esa, masalan, mening dadam mandaq, mening opam mandaq, yoki biz Uyg'urlar mandaq, yoki mandaq deb yakunlab, men hech qanday ish qila olmayman deb yakunlab qo'ydingmi? Undan keyin har qancha tirsanlimi, yakunning nima qilib chiqadi ekan, tatib meni yurdi. Tushunamsizlar? Yushundan degan narsa men to'planib qolgan bir yakun. Kichik vaqtimda uyda
bizga bunaqa idoradan meva taqib birdi. Tavus, olma deydigan. Mening ham dadam 60 bo'lganda ekan. Bunda mevilni bunda qo'yib qo'ymaydi. Maxsus o'zining bir shu yo'g'on bir qulupi bordi. Shkaf sekutdim. Men uyga mehmon kelsa bexoshlab ketdim. Mehmon kelsa shkafdan chiqdi. Shundoq bir kunlarda mehmonga qoldi. Mehmon kelgandan keyin tavuzdan bir necha tavuz nochib tavuz. Tavuz bir necha chiqdi, pishdi. Ham bu tavuzning pishgan vaqtda hamma bizlar dastlabki sal kichik pichildim. O kichik pishilib o'ttirib kelgan yo'g'nab bu, chanolama. Qanday yana kichiklab ketdi. Balliq davrim. Hamma aldirab tavuz ko'ymagandan keyin şu nurg'un mehmonning oldidan men eng chunug'ila mushunda mushunda bir ye deb turishimga quloq qildim. Ağzı buzuq adam dedim. Sen nimde baktın ahlaksız nima ekansan? Mushuncha ola mehmonning oldida sen eng chuniyamsiz. Qaramoq bu tarbiya to'g'ri deb turdi. Tushunolmayman. Amma bexata tarbiya. Endi bu yer nim bo'ldi desa, men eng cho'ng tavsiya etganda dadam qattiq urib etganlik uchun quliqimga men nim deb o'yladim sen. Mehmonning oldida eng cho'ng desam bo'lmaydi ekan dedim. Mehmon kim? Mehmon degan shu haq deganning menda yumshoq atilishi u endi. Haqlar uyga kelsa mehmon deb atiladi. Haqlar uyga kelsa mehmon deb atiladi. Men xeli bir mezgilgacha bu xil shartlanishma, shartlanib kelishma o. Biz buni keyin ma'o Kern Horneyning Success Neurosis degan bir kissi bor. Ijod qilgan Kern Horney. Success Neurosis degan nimasi? Muvaffaqiyat qozonishni qo'rqash kissi bormi? Ya'ni birinchi ulashdan nim bo'lash kissi bor ekan. Menda dal shu kasal bo'libdi-da. Shu men maktabda doim ikkinchi yo'limi keyin birinchi bo'lib qoldim. Keyin mush nim qilsammi? Hamma odamning oldida eng yaxshi narsadan huzurlansam bo'lmaydi degan narsa yushini ham sinib ketgan ekan. Tushunolmaymi ya? Xuddi bir kambag'aldan bolasi, men boy bo'lsam bo'lmaydi. Boy bo'lsam bo'ladi deydi, onni qoldi. Tushunolmayman, ammo uning yushini eng nim deb o'ylaydi. Men kambag'aldan bolasi, men boy bo'lsam bo'lmaydi deb o'ylayapti. Uning ustiga bizga eng cho'q xatolik nimasi? Afandimdek odamlar, afandim bilsanmi? Nasrda afandim bizga ig'ir darajada ziyon solgan. Nima ish qilsa, u kambag'aldan tillab baylarni maqtagan. Tushunatamsizlar? Shunga bizlar yaxshi odam bo'lish uchun baylarni tillab, kambag'allarni maqtab qo'ygan. Shunga bizning o'zimizni ko'z qarash nimasi? Yaxshi odam bo'lish uchun mana shuningda tabiiy nomratlish kerak degan narsa bor. Shuningdimi? Nima ish qilsa biz nomratni yaxshi deb qaraymiz. Nomratlik degan jinoyat. Jinoyat? Chavak sarsan bo'lsin. Amma sening nomrat oila tug'ilib kelishing jinoyat emasmi? Ammo eng oxir nomrat oila o'lishing jinoyat. Chunki shu oilani sizlar. Men bu tavuz vaqasidan keyin nim bo'lgan desa. Tavuz vaqasidan. Menda eng cho'ng tavuz, bu cho'ng tavuz nimaga aylandi? Pulga aylandi, o'qqa aylandi. O'zimni bir xil namoyon qilish, nurg'un vaqtlarda men o'zimni to'yin qilish psixikasi paydo bo'lib qolgan. Uyg'ur sindromidan 3 bor. Men bir kitob yozyapman, Uyg'ur sindromi degani Uyg'ur zunxijin. Zunxijin. Ya'ni bir millat xarakterli kasal bo'lib ketgan. Birisi o'zini to'yin qilish psixikasi. Tushunolmaymi? Ishini to'g'risida degan narsa, o'zini to'yin qilish psixikasi. Yana birisi kamtarlik kasal bo'libdi. Kamtar bo'lishganroq. Tushunamsizlar ya? Uchinchisi nimasi? Dal success neurosis. Ya'ni kutib qolishdan nima? Qo'rqishimiz. Chunki uzun muddat bo'lib ketdi bizga. Xilallik tug'at. Xilallik tug'at deb yurisiz hozir. Yushiron degan ko'rdingmi? Yushiron. Menga bek ta'sir qilgan bir hikoya bor. Roger Bannisterning bir hikoyasi bor. Elijah Cookning. Elijah Cook kim desa, Elijah Cook Tuluqsidan bir o'quvchisi. Bir kuni bu sinfda uxlab qoldi bu. Uxlab qolib qopsa, sinfda birim bola yo'q. Shunda xijlab ketdi, uxlab qoldim deb.
Qasa daskada 2 ta matematik misoli bor. Ko'ryapsiz buni topshiriqganda bezib olib ketadi bu. Kecha ishlaydi buni. İşlep bulanmaydi. O yerim iş tanıtkandı birini işleydi, yan biriga kuch yetmay uxlab qoldi. Siz ma'lumdan chiqqansiz, yamma qijilchaliqlar kirdi bu. Ma'lum xafama. Men birini ishlaymadim. Shunga ma'lum qarsa, bas birini ishlagan. Hayron qoldi. Chunki bu misol nima misol ekan desa, shu vaqt Amerikadagi eng chong matematik olimlar hal qilmagan misol ekan. Uni topshiriq deb ishlatgan gap, tushunasizmi? Topshiriq debmi? Agar anaqa shu olimlar ishlanmagan desa, ishlaydi. Topshiriq deb ishlatib qolgan gap. Iloji ko'pdan keyin davlat matematik olimlar ketdi. Roger Bannister 1950-yillarda Amerikada yashab o'tgan bir tantarbiyachi, yugurish mahiri. Emet ayni vaqtda bu dunyoda top tanarkachi emas, top deganimiz eng dingji yugarguchi emas, odatiy yugarguchi. Ayni vaqtda Amerikada qanday doklad chiqqan desa, bir odamning butun yushining kuchini chiqarsa dedi. 1 mil orliqqa, 1 mil deganimiz 1 kilometr hamda 500 metr. 1 kilometr 600 metr keldi. Mushini bir odam eng yuqori nuqtaga chiqsa 4 metr yuguradi. Bo'lmasa 4 metrdan uchiq vaqt ketadi degan doklad chiqqan, tushunalami? 20 yil Amerikalik tantarbiyachi qarang, yakunladimi? 4 minut bir insonning eng yuqori nuqtasi deb yakunladi olimlar, tantarbiyachilar buni isbotlab mengiverdi. Rost deganda 4 minut 5, 4 minut 6, 4 minut 7, 4 minut 8. Tuyuqsiz 1955-yilda Roger Bannister eski tomda ushu chiqqan dedilar. Ana men buzib yutaman dedi. Ham bu o'ncholar davlat tantarbiyachi bo'lganki kishidan diqqat tortolmadi. Ammo bu 4 yil mashq qildi. Keyin axborot vositalari buningga diqqat qilish boshladi. Rost buzib yutaman deb 4 yil to'shdi. Nah. 4 yildan keyin bu jugadi. Butun axborot vositalari bor. Zot olimni to'g'rilamdi yoki Roger Bannister. Bu hamma odamni qiziqtirgan bir ko'rinish edi. Yugurdi. 4 minut 16 kun chiqdi. Kishilar ham bir qatim ishindi. Ammo Roger Bannister ya chuqur buzib yutimdi. U vaqt yeshimiga 36 ketgan, 36 ketgan odamni yugurishni unchalarni sunmaydi. Ammo 2 yildan keyin rost degandek Roger Bannister 3 minut 59 kun chiqdi. Ammo hikoyaning yorqin nuqtasi bu emas. Hikoyaning yorqin nuqtasi nimasi? Roger Bannisterning 3 minut 59 kun chiqqanini anlaganda 2 haftadan keyinmi? Hech qanday mashq qilmay, ammo odatga mashq qilayotgan Avstraliyalik John Locke 3 minut 50 kun chiqdi. 2 haftadan keyin nima ish qildi desa, an buzib ketganlik uchun aning kallasiga yushin ongda kelaqi cheklanib bo'lmasmi? Yuguranmaydi degan gap xato bo'ldimi? Ruh o'zini qo'yib yutdi. Ammo yana qiziqarli nimasi 2 oydan keyin oqaqidan 20 buzib yutdi. 1 yildan keyin 200 odam buzib yutdi rekordni. Bular Roger Bannisterlik mashq qilmagan, faqat mushini angladi. Anglaganning yo'g'i aning xato ekanligini bilgan kundan tortib ruh chekni nima qiladi ekan? Buzib yutdi. Menmi siz shu chekni buzib yutinglar deyish uchun kelyapman. Tushunasizlar ya? Men Yusuf Pasaji Mahmud Qashqarni haqorat qilmayapman. Tushunamsizlar ya? Bu davrda shunchalik bir asarni yaratishgan cho'ng gap. Ammo bizning bu o'limimiz bo'pqas bo'lmaydi demakchi. Undaq narsa nurg'uni chiqsa bo'ladi demakchi. Hech kim uni cheklab etmadi. Ammo biz tarixdan buyon o'zimizga 1 mil orliqni 4 minutda yugurish kerak degan chekni qo'yib olganligimiz uchun nurg'un asli Yusuf Pasaji bo'lgan odamlar bo'lgan bo'lib ketdi. Tushunamsizlar ya? Endi men sizlarga nima deyman? Endi men sizlarga ruh ilmidan 3 narsani o'tib qo'yman. Ruh ilmi degan ruhning ilmi bor. Bu ilm qonuniyat bo'yicha ish qilmasanlar, dunyoning qonuniyati bormi? Hayotning qonun. Mush qonuniyatga xiloflik qildingmi? Bo'ldi. Ya biyaram bo'lsizlar, ya chekinsizlar, ya bo'lmasa bir umr azob yashaysizlar. Faqat ba'zi hayajonlansa, bu hayajonni siz xushallik deb olsizlar. Amaliyotda xushallik emas. U faqat hayajon. Nimsoki ruhning qonuniyati bor. Ruh masalan meni, "Ey, maya qilmang" desa, mening kallam
mayak to'g'ra deganlar bo'lsam, shu kundan tortib ruhda nima bo'ldi ekan? Parakendishilik yuz berdi. Nima yuz berdi ekan? Parakend. Shuna ruhning qonuniyatini, ruhning ma'nosini bilib olsak, biz nima ish qilsak, mushbuch mansaqli bo'ladi. Tushunamsizlar ya? Hamda nihilizm yashash va hedonizm yashash xil yashash yo'li deb biraman. To'rt xil yashash yo'li bor. Birinchi hedonizm. Hedonizm degan nima desa, ko'pincha vaqtda hozirga bog'lanib qolgan. Ya'ni rohat izlashlikdagi odamlarni biz qanday odamlar deymiz? Hedonizmchi. Bular ba'zi yoshlarda basildi. Bu rohat izlash degan nima esa, rohat uchun kurash qilish emas. Men rohat uchun kurash qilyapman. Tushunamsizlar? Men kelgusi 8 soat ishlashdan xohlamay, hozir 16 soat ishlayapman. 8 soat ishlashdan xohlamaganligim uchun hozir qancha soat ishlayapman? 16. Ammo hedonizmchilar bo'lsa, bular azobdan, qiyinchilikdan qochib, o'zini oz birdan bo'lsa-mu kelgusining ashu boshqa qiyinchiligidan unutib ketish uchun o'zini ma'lum narsa xumo qiladi. Tushunalmi? Hamma narsa keyf bo'ldi odam. Ya kompyuter keyf bo'ldi, ya flash keyf bo'ldi, ya bo'lmasa zahar xumovlab qoladiganlar, yana ba'zida muhabbet ishqil bir narsa xumovlash orqali, hozir orqali rohat izlashni bizning deyimiz hedonizm yashash. Bunu men yaqinda e'lon qilgan kitobda tafsili. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchi xil yashash yo'li bor. Bu xil yashash yo'li kelgusiga bog'lanib qolganlar bular. Bular rat racerlar. Rat racer degan nima desa, musof chashqalarda yashash. Buni qanday qilib anda qilsam qo'sh bo'laman, anda qilsam qo'sh bo'laman, unda qilsam qo'sh bo'laman. Men mush o'lmandan ham qo'sh bo'laman. Uni oladi yana qo'sh bo'lmaydi. Endi men manda qilsam qo'sh bo'laman. Bular vammejuyi deymiz. Bularmi tirishidi, bir nuqta boridi, ammo bir umr qanday olamas, ushalolmaydi. Uchinchisi nihilizm yashash. Bu yaman dahshat narsa. Oranglarda 30% tanglar nihilizm yashash. Nihilizm yashash degan nima esa, o'tmishga bog'lanib qolganlar bular. Hedonizm hozir bog'lanib qolgan. Hozirlar yuriydi. Kelgusida uni hozir qilayotgan ish ziyoyib kelsin, kari yo'q. Hozirlar yuriydi. Kelgusida zin tatili. Aql racerlar bo'lsa, kelgusiga bog'lanib qolgan, hozirlar kari yo'q, rahat suramaydi. Maqul nihilizm bo'lsa, o'tmishda yashab qoldi. Bu o'tmishda yashash degan nima esa, o'tmishda ma'lum bir silni ishingdan chiqmagidek bir azobliq voqealar bo'lgan bo'lsa, yoki odilsiz uchragan bo'lsa, yoki xo'rlangan bo'lsanglar, tushunamsizlar? Buni sizlar aşağı petib kelib, uningdan chiqolmay, bir umr endi men yo'riqliqqa yoki bo'lmasa baxt topolmayman deb o'ylab qilishni qanday qilish ekanmiz nihilizm. Martin Seligmanning bir tajribasi bor deb bermanjima, balki mush tajriba tufayli nurni saqib kelsanlar emas. Muhim, tajriba muhim. Martin Seligman bunday bir tajriba qildi. 3 tal qapasni keldi. Bu 3 qapasdan alayik nimasi, birinchi qapaz itiglik, ammo buning ichida kunupkalar va kunupkaning ma'lum bir besib ketib qolsa, ishga chilib ketadi. Tushunalmi? Ikkinchi qapasda hech qanday kunupka yo'q, yem har qancha qism qachanmaydi. Uchinchi qapas bo'lsa, ishga bevosita echiqliq, kunupka yo'q, echiqliqlar. Bu uchiga 3 tal ishni solib etdi. Birinchi ishga Martin Seligman kalt bilan tok so'qqizdi. Bu ishni shunday qilib, hali kunupkaga pitib ketib qoldi, qechib ketdi. Ikkinchiga tok so'qdi. U yoqman paq, bu yoqman paq, oyib, hech qanday qilib qachanmadi. Chunki ish yo'qda. So'ng oxir qochmay turib oldi. Uchinchiga shunday tokni birab olmay qechib ketdi. Bir hafta sinagandan keyin bularni yana o'xshamgan 3 qapasga keldi. Bu qatim qapas qandaysa, hech qaysi ishki yo'q. Tushunalmi? Qachalaydi. 3 xil. Ammo g'alit tushibadi. Birinchi ishqa 90-yilda qechib ketdi. Ikkinchisi 90-yilda o'tirib oldi. Ish uchiqmunda uchiqlar. Ko'rib turdi, tushunalmi? Sanjiva senchim turib oldi. Ish ketmadi. Nurg'unlar o'tmishdiki, ba'zi toklardan qochanmaganliklari uchun bir umrning deb o'ylaysizlar desa, bir umr uchiq tuysimi, yo'ruqliq tuysimi, shunda baxt tuysin, boylik tuysimi, undan nima qilolmay ekansa, chiqolmaysizlar. Shunga ba'zi qizlar o'ylaydi. O'lsanmi dadamdek odam bilan to'y qilmayman deydi. Ammo oxirida to'y qiladi-mi, naqli kimga o'xshaydi desa, dadam. Dadizlamda naq mushmi? Chunki nurg'un odam kichik vaqtida bu xil xo'rliq tufayli cho'ng vaqtidami ikki xil bo'ldi. Ya boshqani xo'rlaydi, yoki yana o'zini xo'rlaydigan odam nima qildi ekan? Davomlashtiraverdi. Shunga Martin Seligmanning bu tajribasi pozitiv psixologiyada g'oyat zo'r muhim rol o'ynagan tajriba. Martin Seligman. Tushundingizmi ya? Endi ruhning qonuniyatida, ruh ilmida bir narsa bor. Nimaga diqqat qilsang shu cho'ng'iydi. Nimaga diqqat qilsang, nima? Shu cho'ng'iydi.
Ondan sonra sizden bir küçük misal işitdim ha. Oş qaramay tursa, qaranglar deganda qaraysizlar. Aql 5 sekund vaqt vermanjima. Aqllarga qaraysizlar, shu Ayşaqda bir eshik bor. Eshikning oldida oldilamjima maqirgacha qancha bolalarligini sanab birsizlar. 5 sekund vaqt vermay boshlanglar degandijima 5 ga 5 boshlanglar. 5 sekund. Sen qarimsan bu sizlar qar. Eshikning oldidagi bolalar. Bo'ldi, qaralmay qaranglar. Qaysi bor ekan? Bo'ldi. Endi men savolimni o'zgartiraman. Eshikning tubida bir xet bor. Endi qaradi-da men nurg'ullarga. Nurg'ullar nima xet bor? Emniyatda sizlar xetni ko'rmay turib, balni sanishingiz mumkin emas. Ammo mening so'ragan savolim nima esa, qancha balni ko'rishlarni qarab qolsam, xet ko'zingizga ko'rinmaydi. Shu tamsizlar. Nemishqa siz uni diqqat qilmaysizlar. Hayotingizda nima diqqat qilsanglar, shu nima qildi ekan? Cho'ng'iydi. Ruh bek muhim narsa. Unda olsa, siz nimaga qaqshtanglar? Nimaga qaqshtanglar? Shuni nima qilmoqda ekansiz? Cho'ng'iydi. Ma bek muhim narsa. Har qanday ish yuz berishdan burun qat'iy nazar qaqshash bo'lmaydi. Nimishqa? Qaqshigan narsa nima qilmoqda ekan? Uyg'urlarning eng cho'ng keseli emas, qaqshash. Hozir men muofizdan ayrilib kelsam, hukumatdan qaqshaygan bir ish bor. Herkes qaqshmanglar, tushunolmayman. Qaqshidinglar, qaqshash tegishli bir narsa nima qilmoqda ekan? Bu ruh ilmida bek muhim narsa. Odamlar bichor bo'lib chiqamroq. Dad aytib, "Mana olmasman, degan degan birisi. Shunda bo'ldimi? Men hayron qo'yib, bu nima bichor bo'lib chiqamroq? Bu qaqshash, bichorlar shu narsa nima qilmoqda ekan? Cho'ng'aydi. Bir bola bor ekan, bu qurilish ishlaydi ekan. Bu qurilish ishlaydiganlar etdeganda nashti qilib, shtampini o'zidan ilib oldi ekan bular. Bu bolam shunday ilib oldi ekanda, bu har kun shtamoq nima yeydi ekan? Mifa yeydi ekan. Qaqshab qo'ydi ekanmi? Mifallam yemdi. Mifan, kunda mifan deydi-ki, aytgan mifa ekan. Mifallam yemdi, yon mifa. Yon bir kunda qaqshab mifa. Bugun xizmatda ish qarab, adash saranglab qolmasa. Sen bu kunda qaqshab mifa yeydi ekansa, unda qanday ayoling demamsa, bir kuni mifa aytibsan, bir kun polo aytsan, bir kun cho'churlarni almashtirib ysan, bo'ldi-ku. Biz bu bola ayoling qaysi ayol? Men to'qimidi? Mifan ujametki. Shuna tarjimani mifa nurg'un odam qaqshash uchun qaqshaygash nima qildi ekan? Keltirib chiqardi. Biz psixologiyani nemish qilganimiz desa, nurg'un hodislar sizning uyangligining sirti bo'ldi. Nurg'un odam muhit avval yuz berdi, ondan kayfiyat deydi. Tushunolmayman. Ya, avval kayfiyat, ondan muhit lozim bo'ldi. Ma ruhdagi bir mundaq ta'tir. Shu William James deydi-ku. Kulgandan keyin xushal bo'ladi, xushal bo'lgandan keyin kulamdi. Tushunolmayman. Nurg'un odam xushal bo'lgandan keyin kuldi desa, William James unda cho'qim kulsimi xushal bo'ladi dedi. Rost degandek meni shoppingsimni ko'rgan bo'lsanglar, qalamchi degan bor. Nima ish qilsa kulganda ekan, men nervlar oldinib qoladi ekan. Daqadikin, bu kulga oladi-ku. Hormon chiqaraydi deblam, dopamin ko'taradi ekan, tushunolmayman, endorfin. Bu ajoyib g'alati ishlar bor. Shuna hargiz sizlar, mushlarim yaxshi bo'lib kes, qo'shildim demanglar. Agar xushallikni barpo qilsanglar, darhol nima qildi ekan? Yuz beradi. Nurg'un odamning men baxtsiz degani o'zini tasvirlamaydi-da, kelgusini yoritib chiqadi. Men baxtsiz dedinglarmi? Bo'ldi. Ruh har qanday narsaga bo'ysunadi, tushunolmayman. Baxtsiz. Men baxtsiz desam, chuqur baxtsiz bo'laman. Men nima desam, shu. You say whatever you say. Tushunolmayman? What you think you are. Sen nima o'ylasanglar, siz o'zingizni shu odam o'ylaysiz. Shu mayadagi o'zni nima deb o'ylash kerak mumkin. Shu qaqshaganda cho'q desa, bu xil narsalarni qilmoqda, cho'ng yapmoqda, cho'ngaygan siri qaqshash to'g'ri bo'ldi, to'g'ri bo'lgan siri qaqshaydi. Men bir umr shunda yuriydi. Bu xil odamlar mush dunyodami amaliyotda ruhda jannatni paydo qilganligini bilmay, tushunolmayman. Bir umr qaqshab oyat jannatga intildi. Bu dunyo jannat yaratmagan odamning u yerga kirib ketishini atayin.
Akıllı. Bunun aksi nima? Endi uçup qo'ying. Bunun taqobi minnatdorlikchimi? Minnatdorlikni men sizlarga o'rgatman. Ma axloq minnatdor bo'lishing kerak demayman, foydaliq ma'u. Nimki ma'u? Foydaliq. Tushundirmayman sizlarga. Minnat. Men shu Beijing kelishdan burun 4 kun burun bir sinov qildim. Silyo xaltidan bir necha banandik silyo xaltim. 5 yumga tegizdim. Men odatda muddoq qilib suvning ichida tura olmayman. Men bunda silyo xaltib sinab, o'zimda ayni qarab qanday chiroy ifodan bo'ladi kuztimanda silyoni ekkilib bo'g'dim. Aqimga og'amchidan birini chekkizdim bir bolaga dedim. Qancha qizilib ketsammi elib etmayman. deb qo'yaptim. Pushaymon qildim dedim. Silyo bilan bana o'xshamaydi. Bunda tursa jiq tura olganda silyo o'xshamaydi ekan. Mo'j yerim o'tmayim shunda. Hadmi chiroyli ko'pi böyle silyoga. Abi munda qilsam jim turadi soatda. Mo'shunda var, mo'shunda. Amma yaman qo'rqdim, resmi qo'rqdim. Ayam chiroylim degan ko'kirim. Oxiri meni chiroyimni qo'g'ab ketdi, men yolvorishim emas. Bunda qilib yetibdim men shuni. O'qib bir nafas oldim, o'ylab qoldim men. Tova. Mush hava, oksigen deganmi? Ajoyib muhim narsa. Biz kunda oksigen nafas olg'achqa bize Xudoning bizga oksigen ta'minlash qazi va'da etganlarmi? Anchalik minnatdor bo'lmabdi ma'noda. Shunaqmi ham? Ota qazi va yaratgan degan bilisizg'o oksigen degan. Amaliyotda tuniqdimi minnatdor bo'ldi ekan. Şunun yağın kuch nafas olgan bo'lib oldim. Nafas bizning minnatdor bo'lgan yerimiz bekcha tushuna olaman. Endi qaranglar, ruhning ilmi qaranglar. Nimaga haqiqatan shu uchun o'ynadik emasmi? Minnatdor bo'lish bu axloq fazilat masalasi emas, mas'ul hal qilish masalasi. Minnatdorlik orqali taqdirni hal qilamiz, tushunyapsizlarmi? Qoqshash orqali taqdir buzilsa, minnatdorlik orqali biz nima qildik ekanmiz? Taqdirni o'ngshaymiz. Men nafas olishdan minnatdor bo'lgan kundan tortib, buningdimi teximijiq minnatdor bo'lgan narsa nima qilib chiqdi ekan? Yorilib chiqdi. Nurg'un yaxshi narsalar bor. Bejiq yaxshi narsalar bor bizda. Yaxshi narsa bejiq bo'lib ketgachkilar, ham biz kunib ketgachga odamning habituation degan bir hodisa bor. Bir qatam hayron qolamiz, ikkinchi qatam hayron qolamiz, ammo uchinchi qatam u bizning muhitimizga aylanib ketganligi uchun tushunatamizlar. Anasını hayron qolmay qoldi, uningdan bir xil minnatdorlik tuyg'usi tabiiy qildi ekan, qilyapti. Shu Emerson nima dedi desa, "Ey yulduzlar, agar kunda chaqnamay 100 yilda bir chaqnaydigan bo'lib qolsaydi, o chaqda kishilar yulduzga ajoyib bir qaraydi" dedi Emerson. Men arayallar to'g'risida berchiq so'zlayman. Nurg'un odamlarda meyl qiz o'g'il muhabbatleşsin yoki to'y qilsin, bir-biridan bezor bo'lish zerikadigan bir davr bor. Tushunalmi ya? To'y qilib 6 oydan keyin eng mushu ayoli yo'ldoshiga yamasat ko'rinadigan bir davr bor. Men tushunmayman. Buni nurg'uli psixik bilmagachga, yaxshi ko'rmaydiganmida buni deb o'ylab qoldi ekan. Chunki bizning anaqa baxtni tepish deb olamiz-ku biz. Bizning baxtli bo'lish bo'lmasimiz, to'g'ri odamni tepish topmaslik bilan munosabatlik deb o'ylab olamiz biz amaliyotda. Endi bunda olmaydi. Bu baxt degan to'g'ri odam tepish topmaslik bilan munosabati yo'q. To'g'ri qilgan odamni to'g'ri odamga qilib tarbiyalab chiqish bilan munosabat bor asli. Endi ozroq ish o'z nima deb o'ylaykansa, xato to'y qilyapman. Shunga har qanday 6 oydan keyin ayoldan shunda bezor bo'lib kelgan davr bor. Tushunatamsizlar ya? Bu Veyshanchining birinchisi. 6 Veyshanchi bor. Nemish bezor bo'lib ketdi desa, chunki endi uchrashgan vaqtda yenglik tuyg'usi bo'lg'achqa odamda intilish bo'ladi. Bir ko'rib olsam bo'ldi. Qachon bir tanasa, muhabbatimni bir ovozni anglab olsam bo'ldi deb ketdi. 5 yil degan kunda kechdi ban deb taqadi. Endi to'y qilib bo'lgandan keyin hech qanday dadanglar bunday demaydi.
Apağını bir görüp alsan. Bunda bo'lmaydi. Nima ish qilasiz qarang, ha? Ushlashaveradi. Ko'rishaveradi, anglaveradi, gapni tugaydi. Dastlabda gap tugmaydi. Ajoyib gaplar ketadi, ba'zi o'g'on bolli xalqaroliq masalalarni deb ketadi. Qiz bolla buni shunda anglaz kelmisi matlab bo'pti deb anglaydi. Chunki o'g'onlar endi ta'sir qoldirishga muraqqat yo'q qiz bolla. Shunlarda cho'ng gapni hozir xalqaro vaziyat. Amaliyotda qizvalımdagi bu xushi yo'q amaliyotda. Ammo ulama hamda chandumay deb shunda qatlab tirishib anglaydi. Shuna nurg'unlar bunda shu ishlar, shu bunda vaqtda yeniklik qilib, men buni yaxshi ko'rmaydigan o'xshayman demanglar. Amaliyot har qanday odam yot kelgan vaqtda 6 oydan keyin boğazning bo'ldi ekan, yuz berdi. To'y qanday ham shunda. Nimishqa? Öykü izim tuğan. Değişik gözüm tuğan. Değişik gözüm. Kitap gözüm tuğan. Damak izim tuğan. Kuzum tuğan. Şuna ziydik. Bu ne nurgul? Bu ne mi ayada? Yaxşılamayken depla almaş. Ya. Muşu psixik ilmini bilmegenlik. Minnettarlık tugib ketib qolgan gap. Ayolga, bola, onaga, dada, onaga, hatto ota-ona bolaga minnettar bo'lsa, bolaning minnettar bo'lgan yeri jiqiydi. Ammo biz ota-onalarimiz bo'lsa, qoqshaydi-yu, qoqshab qo'ydi. Shuna ularni nima qildi desa, ona qoqshgan tarafni nima qilmadi ekan? Mening dadam burun ismini bilsam, haftada 2 qatim aroq ichdi. Qatimlar. Opam hamda yaxshi niyatibag'i. Bizning yo'ldishini, endi mening dadamni 2 qatim bo'lsin aroq ichmisan deb mush qoqshab, keyin dadamni haftada 6 qatim aroq ichdi. 5 kun ichmaydigan yerda minnattar bo'lib bergan bo'lsa, tushuna olaman. Men 2 kun yeyitdi, 5 kun tushuna olaman. Ammo opam bir narsa xato qildi. Nimasi? Bu 2 kunni ko'rib elib, qoqshab bu 2 kun eng oxir qancha qilyapti? 6. Bir kun hamda uxlab qoladi. Bundagi. Shuna sizlar atrof minnattar bo'lishdi. Bu singdiryapmiz hamda yana tirishyapmiz. Nurg'un odamni cho'sa, odamning yaxshiligini ko'rmaydi. Yamaydi. Bunda qilmadi. Hamma odamning yaxshiligi bor. Shuni tamslaygan. Shu hukumatdan mamlakat minnattar bo'lish kerak. Bu bek muhim narsa. Qaqshidimi? Qaqshg'ayni muhtmadi ekan. Minnattar bo'ldingmi? Minnattar o'g'ayni muhtmadi ekan. Bu bek muhim narsa. Bizda mush narsa ezib ketib boramiz. Yotoq deyishinglarningmi yaxshilikni ko'rib turinglar. Qancha biz nemishqa? Bizda bunda bir masala bor. Men Shanxayga bir berib qoldim bu yerda. Dengiz mahsulotlaridan sotgan yana cho'glab qoldim. Bu dengiz mahsulotlarining ichida ajoyib sat nima bo'ldi ekan? Vali 201 yerda ajoyib nimalar. Men ko'rib yo, demlar mandim, men qisqish paqini o'ynab kelib qoldim. Qisqish paqini bular bir chilek sep qo'ydi ekan, to'chilikka. Bu qisqish paqini bu chilekning ichiga 20 ta sep qo'ygan, 20-30 ta. To qarasam, amaliyotda bu chilekka bir tot qisqish paqini sep qo'ysa chiqalaydi ekan meni. To'chilikdan. Ama 20'ni sep qo'ysa chiqmaydi. Nima ish qilsa, bir bunday qilib chiqmaydi deydi ekan. Uni oqidan bir to'ssin ishlab, u chiqmaydi deydi ekan. Uni ko'rib yapsiz qassi ishlab, u chiqmaydi. Mo'shunda haqilab bular. Yoqmaydi ekan, mana baba. Turiverdi ekan. Birisini qechib ketolmaydi ekan. Dal nimasi nurg'un odamlarda, o'zining yuqur odamlardan qo'rqib, tahdid deb o'ylab olib inson. Shuni aytamsizlar. Uni amalda xunuklashtirish, uning nachar gapini qilish, bu asli mandat deb uning haybatini nima qilmoqchi bo'lsa, kishilarni nima qilmoqchi bo'lgan sundurmoqchi. Ondan kishilar nima ish qilsa, amalda o'zini ojiz to'pqa urush orqali o'zining xarakterini sal kuchli ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shuni aytamsa-ya. O'tgan bir lift chiqib kelib, lift chiqsam, mendan paka 3 odam chiqib qolgan bu liftga. Men bu yamning unda egizlikini esimi qilib boqmabdi ekanman. Onda aya turib qolsanglar, yana qo'shilib ketgan.
Qarsıma adam gidiyor. Şuna olan ben asıl birinci qavat şurada adam. 24. qavatda da. Şuna bular 12. qavat ekan. 12. qavat besep chiqib qolsa, men mashinadan chiqib qoldim emasman. Uzunroq meni ola yashildan. Bilatamizmi? Birinchi qavat shurada adam bo'lmasmen. Oshini ishxonasi sulab qo'yib, qaytadan saqlan. Men bo'lsa odam bilib bilmay ojiz to'pni izlash orqali o'zini taraqqiy qildirish orqali emas, ojiz to'pni izlab o'zining farqini chiqarish orqali o'zini nima qilgan bo'lib oldi ekan? Bu taraqqiyotga qilchimiz yo'q ekan. Biz o'zimizning ustunlarni hasad qilamiz. Albatta, hasad degan bu muhim narsa. Ammo havassimon hasad qilamiz. Hasadsimon havas emas, tushunamizmi ya? Xunuklashtirish emas uni. Mushunni men qilolmayman. Ma bo'ladi. Hasadni Xudoyim berdi emasmi? Muhim hasadmi? Tushunamizmi? So'zlayman hozir. Ba'zida hasadni o'ylab, men shu hasad qo'rlab qopdim deb oldirayman. Shuna nimadan minnatdor bo'lsa, shuni bo'lmadi ekan. Nimada qoqsa, shuni bo'ldi ekan. Kichik vaqtimizda sirlig'i bilmayman, bizning malida Shangjo, Juza deydigan narsa ajoyib lakshviti. Lakshvi degan bunday hashamat buyumti. Malida biroz juzib qolgan bo'lsa, shu kuni shu oy to'g'ri gap bo'ldi. Balani menda olib juzib tujman deydi. Men qo'lni balli men juzimni yeymaydim. Ana ay balli yegan juzdan shu kunilib uni kuziga chip o'ynatdim. Şu açtım. Şu pikli düğünü çıkavalı da onda pis pis oynaydı. Şu devirde dadam bir ta Shangjo içiripti o ki nerede içiydi ki? Ustavattı ki bir ta Shangjo'nu. Çoğu apam rahmetlik var. Muşu Shangjo'nu şunda inçkili külen kestir. Üçlü bölüm. Ya deyim soyulgan yerlerini görsenler ısrapılap gitmesin deyip biçarı kutun muşunda üçlü böldü. Bir parçasını yağlık çigip yok etti bir şey gibi bilmeyim ben. Yani bir parçasını koşnalığa çıkırdan bir şey vardı. Ocaklıda her kanda tamak deysen de koşnalığı sınıtı. Bölüdüm açılar. Men məxsus tuş birdim. O vaxtda da qo'shnilik ko'rsin deb, men lag'minanlarga g'ozirlarga go'shtni sanab sotgan shu yo'q-ku. O vaxtda qo'shniga chiqqan lag'mangni qo'shnilik ko'rsin deb, bunda go'shtni to'lg'ay yaytdim. Ko'rmay qolmasin deb. Apam bunda tuzdi, unda to'lg'ay yaytdi go'shtni. Qo'shniga. Men chiqish bir ashkina. Bıraktan hep salıktım. Goş kamrak. Muşunda ay Shangjo'dan mı 3'ten 1 kaldı. 3'ten 1 bize 6 adam tok. Şu 6'yı bölüp man Muş'ca tigip diken. İyi demem derler be. Cubacı öp. Temin ediyorum. Digende memmo temin et bulama. Öyle hazır digen Shangjo'yu iş uncalar çoğun gitmez to. Ama yerden de çoğun biliriz ya. Mayada hech kim Shangjo yaptı deb. Yaxshi. Yaxshi. Bizchi bo'lsa bundaq yaxshilik kunab qolg'achqa minnatdor tuyg'imiz tugab ketgan. Ota-onamizdan minnatdor bo'lmaymiz, do'stimizdan minnatdor bo'lmaymiz. Biz amal va qoqshab, qarshi tarafdan bir amal birlar psixik buzilgan vaqtda davulchi. Masto dedi emasmi? Sen bolqiga aylansang butun dunyo miq o'zgaradi dedi emasmi? Bolqiga aylangan odam hammadan miqdek bolqadan miqdaysan demiyadi. Gulga aylansan hammadan suvga aylan dedi. Tushunammi? Shunsin nimaga? Men bizda shunda bolqiga aylanib bilish bor. Biz bolqilichi, shu hammadan miqiz deb. Hammadan miqdek. Bu amaliyot nimasi bizning taqdirimizni ig'ir darajada to'sqinlik qilgan narsa. Minnatdorlik. Shuni aytamsizlarga. Burun bir odam bor ekan, bu odam shunda qaqshayken to'xtamay, oilam qaqshaydi, bolalarım urushidi, uyam kichikmish, uyam cho'ng bo'lsin, uyam qaqshab yuradi ekan. Bir kun bu meni bir o'lim asena qilibdi. Hali qilib bersangiz bo'ldi. Bu o'lim bundan ko'zi qarab, bular buni hal qilishning bir usuli bor. Uyingizda to'qib olma.
Biz tuğadı. Tuğunu etçirip alsınız uyunuzga. Hal oldu bu iş. Ayağınız kakşımaydı, balınız uruşmaydı depti. Sonra bu adam tuğunu etçirip aldı. Tuğunu etçirip algan günden başlap ayağı tekime kakşaptı, ballı uruşu, tuğu bir yandan kakaktılar. Beyram, evet bulanma, bomba de, on şalma dep veripti. Öyle matırıp getirip, nasıl koyma ama. Koyubas. Koyun etçirip alsınız yok işte. Koyun etçirip alsınız. Bu koyun içime günden taat et, işte tekimine çalışıp başladı. 2 hayvan, 5 adim, 7 can, kettik patlam. Sen bir bombadı. Onda var uyumuzda kalıvam. Kal ne çırvası, çok mu oluşuldu? Kal ne çırvası günden taat et, bir tuğdek uru kanmaptı. Ayağımı acışımı de kopaptı. Baldırgen kan uruş bitti. Yani bir 4. yıl bağlan diken, onda asa bunu hem demiş, 3 hayvanın çıkıp bitem. Hani eti bir kilan, halk olsun, eti değişildi. Sonra bu 3 hayvanın çıkıp tutup eti beripti. Soraptı. Hazır kanday iş kılavatsı dese, ya, ömrümde men manda azatçılıkla. Ne? İspahmap diken be. Aylımı koşulap gitti. Ballırım vuruştan toxtadı. Bir aydan ki bu adamın takdirini özgürepti. Düşen alamayın. Qarab şunda. Ma ruh neslep, qo'rqab turib ba'da eslab. Men ko'rib turib ba'da emas. O'xshamayman ishimizni. Masalan, qo'rqab yo'q desek sap turaman. Men yo'q deb yashaganman. Uzun muddat men yo'q deb yashagan. Düşen alamayın. Men tepishim avval yo'q deb yetishim kerak. Yo'q deb lan. Men shu nurg'un narsani noldan boshlab etgan cho'nom. Yo'q, hech nima yo'q. Xudoyim yo'q deb yashaganman. Onda ruhni topgandan keyin psixik bunda holat boshqa mening bilishim bilan sizning bilishim o'xshamaydi. Tushunami? Menda ko'rib turibman mana. Ko'rma tomchilar men deyman. Deysizlar menda şu an ruh ilmiga nisbatan olib aytgan vaqtda minnatdorlikni siz faqat 1 oydan yoki 3 oygacha qilib sinab baqsanglar, rost degandek turmush nima bo'ldi bo'lsa, o'ziga nima bo'lib ketdi ekan, o'zgarib ketdi. Bu ruhning nimasi ekan birinchi qan. Ikkinchisi. Hamda güreş degan bor-ku. Men bizda biz g'alit yashab boramiz hozir. Hozir so'zlayman. Bizda ma hissiyotni ifodalash yo'q bizda. Bizim mana azrodan bunda, Urumchida. Shunda kulg'ash qismi. Mana qishdan men ketib berib mashinada kirishdim men. Ba'zan qodish qilib tushdi. Yiqilib, yaman eg'ir gunoh qilib o'tgandik. Voy, yaman siqib ketdi men o'ylab qodish qilib tushdim. Oshundan numus, betnum kulishdim numus kelsa. Ko'nglim bulashdim texnobus kelsa. Hozir adam bunda yashagan bo'libdi. Ruh ilmining ikkinchisi dalmay so'zlaydigan narsa. Nimani bassam shu cho'ngiydi, tushuna olmayman. Birinchi nima dedoqsan, nima diqqat qilsam shu nim qiladi, shu kengiydi. Ma'noda nimani bassam shu nim qilib ma'nodan kuchaytmadi. Meni dadamning ismi Qurbon. Bu Qurbon nima demayli? Meni tug'ilgan kunim 9 oyning 5. 10 sekund vaqt bermay unutib ketaman. Unutib ketarkan. Unutdingmi? Men mush bana kuzik chirib olsam unutib ketdimmi? Yerim uchun qiyib bo'lsam unutdingmi ya? Unutgansiz. Bu nima desa, unutmayman degan so'zim kuch. Chunki o'ylaydi. 9 oyning 5 unutib ketay. 9 oyning 5 chuqur unutib ketay. 9 oyning 5 unutib ketay.
Hayran qolaman. Bunu unutib ketay degan sir nima qildi? Psixologiyadagi intentional paradoksiya degan shu. Maqsad paradoksiyasi diyet degan shu. Nimani bossa nima qilmoqdi ekan? Shu uchun. Biz ancha o'tganda tishimni, tishim bor. Qattiq yutaman deb bordim. Borsam g'uj qilib aytgan dedik bijimini. Ukam, mani bilan men og'riq chidmayman. Men narkoz qilinglar, sen narkoz qildi. Narkoz qilib g'or, resmim og'rimidi. Xo'sh bo'ldimmi? Matepim narkoz. Xo'sh bo'lib, bu yerdan chiqiblar poloydim. Mening og'riqimni to'sadigan bilan polo yeyish jarayonki huzurimni to'sib turadi. Tushunamizmi? Yilg'o polo yeb qopdim, endi muhabbet qilib qolsam taqimcha taqdi. Nima? Bu yer yorqin nuqta nima desa? Yorqin nuqta var mı yerda? Nima bo'lsa? Azobni sizlar cheklab aytsanglar, bir neribdan chiqadi. Xushallik nima bo'ldi ekan? Ba'zan shundoq yig'ilsa kelsim yig'lamaydi. Shunlar xushal bo'laman deb nima qilinmaydi ekan? Xushal. Nimani bossam shu uchun. Nurg'un odamlar o'zining qalbini tasvirlab bermaydi. Mendan beyman solib turadi ba'zida. Ma'lum siz nima ishni yaxshi ko'rasiz deb kulib ketaman. Buni rost javob bersam yaxshi bo'lmaydi, qamlashmaydi. Endi kitob ko'rish desammi bo'ladi. Meni yaxshi bo'lgan narsalar yomon joy insonni yaxshi bo'lgan narsa. Ammo buni digil olmayman. Masalan, men shu o'burni o'tag'ach 5 ni o'ynash yaxshi ko'raman. Ammo digil olamdir, shunami? Endi biz men bu davrimi nurg'un odamlar o'z hissiyotini ifodalamaga ishgan, tushunibsizlar? Bu yağlı bulab, azapçı. Azaplab, o'sha bes eng oxirida nimga aylandiysa, suni kontrol qilgan sirtsiz bir narsaga aylandi. Masalan, yig'laydigan vaqtda yig'lasam bo'lmaydi yoki azoplansam bo'lmaydi deb boshqa odamlar uni shu vaqt kontrol qila oladi, ammo bir mezgil kelganda bir yig'lab etgan bor deydiganlar bor. O'zimni qo'yib, bir yig'lab baqsam deb oroq ish paqidi, yig'layolmaydi. Doq paqidi, yig'layolmaydi. Yig'layolmay saranglab ketgan chiqdayman. Men qo'limda kishida bor. Yig'lasa saqiydi bo'lmasa, yig'latamman deydi. Chaqchaq masjima? Yig'lasa saqiyib ketdi. Yig'latammatimiz. Nemish qolsa biz kichik vaqtimizdan boshlab bunday hissiyotlarni biz ota-onamiz besib etgan. Yig'laganda uxlasa. Bu yig'lashqimdan to deyman. Yig'lashqim yo'l qo'yma. Xushal bo'lib tiqillayotgan kino to'qibsi deb ota-onalarimizdan bolalarni bu hissiy xo'rlash degan mushuk, hissiy xo'rlash degan hissiyotni his qildirish nima? G'arbliklar buni bilib qolg'achlar, yig'laydigan vaqt yig'lab ifodalab numus qilmaydi. Xushal bo'lganda u shundoq chindir xushal bo'lib ketadi, chiroy ifodasi yaxshi. Bizni uchun bunday. Bir odam deganda bu hissiyot bo'ladigan bu nurg'un odam nima ish qilsa hissiyot. Har qatim sizlar jiddiyleşmeymen degensiz jiddiysizlar. Baston olma jiddiysizlar. Qo'rqmasam bo'ldi, qo'rqsizlar. Sitrayapman. Ko'nglingiz bir yerim qilaman. Yerim qilaman ko'nglingiz. Yerim qilib degan so'z ko'rganda. Ama yerim bo'lgandan yerim qilma degan so'z yig'lab ketadi. Şu amalak başkalar teselli bergen vaqtda ko'ngil yerim bo'lganda yerim qilma demanglar, tushunolmas. Degansiz yerim bo'lib ketadi. Qanday o'z qo'shilib ketdi desa, ma'lum odam masalan qizlarga uchraydi, o tasalli berish. O'g'illar asosiy yushurdi. Odatda odamning oldida ko'ngil yerim qilmaydi, yig'ilmaydi, u burni yig'laydi. Endi men deyman, shu o'g'illarda ba'zi psixik masalalar kelib chiqadi. Qizlar bo'lsa buni ig'ramaydi. Chunki o'g'il bola yig'lash haqorat deb o'ylaydi. Yordam so'rash haqorat deb o'ylaydi. Men yig'lam kelsin. Hissiyotcham yig'lam kulgim kelib kulayverma. Qizlar bo'lsa, qizlarda dal bunda ifoda ish bo'ldi. Nurg'un qizlar xato tasalli bergansizlar do'stlarga. Yig'lama demay unaga. Yubaga yig'la desang ham bo'lmaydi. Sattir yig'la deb ham bo'ladi. Yig'layotgan ishni deydi emas, manda bo'ldi, anda bo'ldi, manda bo'ldi deganki sizlar o'ydirib chiqsizlar, ada. Men unimda mehr kunda qoldi. Deb sizlar texim datib qo'ysanglar, o qizlar sizga tasalli berdi.
ketdim bunday qilib otamdan qochishib ketib, men dadamga boqma, apam shunda. Efkan, meni kichik vaqtimda dedim. Birisi taqqa chiqib, bunday qilib qirg'izlar rayonni berib, men bir yutib ekan ishlab. Bir qochib nimaga? Kepek demedi, guruch dedi. Şunu ya ben aşağıda çoğun olduğum keyin 3 yaş vaqt atanın tepkilip, men her günü şunda turbuğu bağlap dep degen desem, mallar bizga onun yerim. Şuna nimani bassan, şunu qilgan kuchaydi. Hal qo'y sun deb birmami. Bu psixolog, ma'lum nurg'ada psixologiya degan gap jiqaygansiri, ba'zan xato ishlayapti. Ba'zida shunda ko'ngil yerim bo'g'iz kezim, ochiqlangiz kelgan vaqtda, men psixologiyaga kelganman, ocha olmayman deb turadi. Bu qan kayfiyatdan shashda deb o'zim bunda emas. Bu yakmazda ochiq kelganda, bir ochiq kelganda ochiqlanmaslik cho'ng taraq qilganda, cho'ng taraq qilmaslik o'xshash. Men o'zi ochiqni bezbelanlar demayman. Hatta tek ochiqlanayotgan vaqtda, ochiqlanayotgan titan tumur dedik emasmi? Ashning manbasi bo'ladi, tarjimaning xatosidan. Tushuntamsan ya? Nurg'unlar amaliyotda boshlardan anglash xohlamaydigan gaplarni bo'ldi, o'zing to'yin qilish psixik bo'ladi. Hammadan yaxshi ko'rinadi deysiz. Shu narsa oshkorlanib qoldi, turgan vaqtlar ularni nima qilgansizlar, ochiqlaysizlar. Bayatdan qilgandek. Biz ochiqlashni basmaymiz. Barbara tarjimani yaxshilab nima qildi ekanmiz? Tabiiy ochiqlanmaydigan nima bo'lamiz. Tushuntamsan ya? Mana arıganamçıman mana yo'lni. Men aldab ochiqlanmayman. Bu ochiqlanmayman dedim, ochiqim kelganda psixologga turgan deb. Men unda emas, ochiqim keldi, qo'paq urib chiqdimi sizlarni? Ama kelmaydi ochiqim. Nima ish qilsa tarjimam yaxshi. Nimam yaxshi ekan, tarjima. O'tganda mashinamni to'xtaman deb bir ko'meptimda bir hozir Urumchida hammaga tümül bititki aşağı canını sokuldu. Az degende 2-3 ming ziyan. Maşin tok Samsung qalagandan dostum bor. 3 yaptı Samsung'a chiqdi. Sen mau degan mufda qarab, "Oydash, endi qanday qilamiz?" debdi. Nimani qanday qilamiz? Mashina olib, yuzik elib hamda ashbarimiz degan Samsung'da. Na, aytdi, gunohkorlik qilman dedim. Men mashina olganda so'qmaymi deb ammaga. 3 kun so'qimi deb olgan bu. Shu kun bugunki Bugün sokulaptı bu, neyli emasmi? Dedim ben bana. İnsan ondan sağlaştım ötmedi. Yani bir gün ketdi. Özüm maşina qishliq choq almasdımdan o'taqadi. Nim bo'ldi desa qishliq choq almasdımız olmaydi. Meni bir ishim bo'lmaydi desa. Bir haftadan keyin o'zi qishliq choq almasdırib tikin soqolibdi. Alqarala maşından qishliq choqni almasdan sabab nimasi? Ensizlik varlığında. Tushuntamsizlar? Çok soqaman deyotgan gap. Menda ana ensizlik. Men hozir soqab baxmini u 2-3 qatim soqab. Men bechemas, keyp chiqirib beringlar, tushunolmayman. Ammo har qatim ochiqlangan vaqtda fursat foydalanib buningdan. Men nima ochiqlanmamush, ochiqlanishimiz da nima sabab bo'ldi? O'zing tadqiq qilsanglar, bir yara nima qildi ekan? O'ngshildi. O'tganda o'ndilarda bek yaxshi gapdim jandim men. Yaxshi bir maqol tamsil. Mushuncha Uyg'ur maqol tamsiliga kirgizib qo'ysang bo'ladi. Shuni deyman-ku Uyg'urlar aqlliqdi. Yer ijod qilibdi bu. Bu maqol tamsil nimasi? Dunyoda ikki tas. Birisi masalan xo'shlashmoqda, ham birisi munchida shan ko'kaymoqda. Va resmi no'j maqol tamsil. Siz o'ylanglar. Ham munchida shan ko'kayishning tasnamimiz endi bishni topamiz. Isbotlab yurmaymiz. Masalan xo'shlashmoqda ikki tas. Men o'qimayman. Chunki nurg'un odam o'zining hissiyotini tushunolmaydi. Yuşuğanlık üçün köpünç vaqt ifademi burun tıqlap ketidi. Men so'g'anda cho'sa kichik men quluplangan bilan cho'ng men hissiyot faktorlari ichilib ketib, tushunolmayman. Desam bo'larmi, demasam bo'larmi degan yerga quluplanib ketgandan keyin o'zini butunligini qilib ekan ifoda qildi. Endi masala paydo bo'ldi. Ikkalari do'st bo'lish, ikkalari. Mushk qiz do'st. Ma qiz bir imtihonga qatnashmoqchi. A qiz endi imtihonga qatnashmadi. Ikkisi qancha yaxshi do'st bo'lsa-mu, ma qizda hasad bo'ladi, tushunolmayman. Ya onu mana Xudoyim bergan hissiyot bu asad degan.
Buludu. Ma hissiyat bulaş bu hatalık mesele olma. Buludu hasad qiladi. Hatta o'ylaydi. İntanda ötenmesini o'ylaydi. O'ylaydi mayli. O'ylasin mayli, normal. Nurg'un shu yaqin do'sti shu menda hissiyat kelganda, "Uyemi hasad qilib o'taman yaqin do'stimga, bo'lmabdi bu. Hasad qilmasdim kerak" degan sirasi qo'zg'alib, intanda o'tenmesdi. Shu kun bir ash qilib qolsaydi, ya tavrib kesaydi. O buludama bu channelma bastım o kuchuydi. Bu qilchodi buni ifodalamay. İfadelemedi mi? Erkek kaynayıp ketdi. Erkek kaynayıp ketib, yenik bo'lganda qo'rqib ketib bu asiyatni. Ma qizdan kirish chiqaradi. Aksi bilan kirish qilajima. Nim deydi bo'lsa, yaxshi tayyorlab qilajima, chuqur yaxshi tayyorlab qilsang, gambirini tayyorlab olsa, mana qilsa, u kuni yatarib qolmasa-da. Yenik bo'lganda aksini ifodalaydi odam. Masalan, men odam ifodalaydigan narsani boshqa do'ngga bunday aksini ifodalaydi. Masalan, men qo'zqim og'rib ketgan bo'lsa, men baloq deyman. U buni ko'ramsa, deb qo'y. Xudoga men deb qo'y, u buni ko'ramsa deb qo'yaman. U degani men baraman degan gap. Buni bilan, u buni ko'ramsa. Ma qiz yenik bo'lganda ani kirishib oladi odam shu qo'rqib ketib. Egri bo'lganda cho'sa, men hasad harakatga aylanib hamda ma qizlar hamda plan, suiqasd qiladi. Shuni aytamsa. Yakumuz gap so'zda xunukleştirdi, yakumuz shu gün bir amal qilib ya cheg'i bir ish surishdi, televizor ish qilib bir amal harakatga aylandimi axloq, tushundingmi? Hissiyat ishni bo'lmaymi? Bo'lsa devitish kerak, adash. Hasad qilyapman dedingizmi? Harakat qo'yib turdi, ruhli deysiz. Bek muhim. Olimlar mundaq bir tajriba bor. Ikki guruhni ariflar, ma guruhi dedi, silmish o'tmishing yuz bergan yaxshilarni yuzib chiqinglar dedi. Maylar dedi, o'tmishing yuz bergan nachar ishlarni yuzib chiqinglar dedi. Sizda faqatlar qaysi xushal bo'ldi? Olimlar mushulni chuqum xushal bo'ldi degandi, tushunolmi? Amaliyotda dal mal xushal bo'ldi. Nima ish qilsa, malani yaxshi narsani yeziverib, nima deb qoldi keyinsa, nachar narsani. Buni laqa kala halakis köşüydü var. Ne? Bulaşı köşüydü dikende. Malı çoğusu an yezibet keşke yaxşı narsa qaldı ki. Şuna kallanla načar narsa olsa diyibitinlar qınmaysılar. Yaxşı narsa olsa demanglar. Desanlar qınmaysılar. Tushunalmi ya? Abek muhimmi? Yaxşı narsa olsa saqlab qo'yinglar, köşüymiz. Načar narsa olsa deyiversan bo'lardi. Şuna hasad bo'lish, qancha yaqin do'stim bo'ladi, jima bu. Do'stim deysan, hasad qilyaptimada degandikan, ammo xo'sh bo'ladi. Xo'sh bo'ladi. Sildimi an deyib etganligim uchun nima qildi ekan tuvali. So'ng ba'zi yaqin do'stlarga ko'rib baqsam, mana bolalar balkim bunda do'stlar. Bevos davrdi ekan. Bu yaxshi ahvol. Nurg'un odam demagan bilan cho'dsa, buni deb o'ylaydi ekan. Men bundan ro'y kasalga aylanib ketgan bir oltin deb turman bir kasallikni. Bir qiz bola bilan ko'rishib qoldim, bu qiz o'zi shunda hamda bir nachar yashab qoldi. Shundoq bir endi qutqazildik. Siz yashab qolganda bu qizimni men har qanday qoldimni, har xil dunyoda xatolik yo'q deyman. Faqat bunday qilib foydasiz qarorlar bo'ldi. Tushunolmi? Nurg'adan tillaydi amanda men har hukm qilmayman kishilarga. Har qanday qoldim yaqin tortdim. Bu qizdan bir kun paralashib qoldimmi? Paralashib qoldim. Bu qiz qanday bo'libdi desa, bu qizning inisi o'lib ketibdi. Inisi o'lib ketganda bu qizda xushallik kayfiyat paydo bo'lib qolgan. İnis ölse, kuşallab qolgan. Biz o'zi odam emasken deymiz go. Bu qizmi o'xshashda odam emaskenman degan, tushunolmi? Bayatan qonun bo'yicha men inim o'lib ketibdi, xo'sh bo'laman go, dedimi? Odam emaskenman dedimi? Odam emas yashaydi. Tushunamsizlar? Endi men bu qizni psixik analiz qildim. Balliq davrini surish qildim. Natijaning chiqdi desa, asli bu qiz kichik vaqtida inis tug'ilgan vaqtda ota-onasi butunlay inisiga voy deb bu xatolikchi qildi ekan. Cho'ng bo'lgan sir uyanchiq talashib qolsa-mu, talashlar bu qizning uyanchiqini kichik inisiga gapirdi ekan. Shu kichik vaqtda bu inim bo'lmas shu debdi ekan. Har qanday bolada bo'ladi bo'cha, inim bo'lmas ekan degan bir tuyg'u bo'ldi, sibling enili. Ama ifodalamaganda uni ki cho'ng bo'lganda rost degandek inisi o'lib ketganda, eliq ifodalamaydigan hissiyat nim bo'lgan gap. Bunu bu kız men mushunda o'ylamdim, men nima bunday hissiyat bo'lib qoldi deb, hissiyatdan qo'rqib ketib, shuni aytamsizlar.
Şu her xil hissiyatlar keladi, her xil o'ylar keladi, her xil buninglikqa sizlargizmi men gunohkor ekanman deb o'ylamanglar. Tushuninglarmi? Men nachar odam ekanman deb o'ylamang. Mening xiyolim kelgan xiyoldan ko'rsam qo'rqib ketishlar. Ammo bu hissiyot ishdan bo'lmaydi. Bu nimaga aylanib ketmasa bo'ldi ekan? Shu asab anda holatda bo'lsa ishdan bo'lmaydi. Ammo buni harakat qilib, oning orqidan gap topsaq nima bo'lmaydi ekan? Bo'qamlashmay qoladi. Shuni aytamsizlar ekan. Shuni bu basmanglar. 9:25 unutib ketay demanglar. Unutmaysizlar. Jiddiylashganingni basay demanglar. Siz jiddiylashgan bo'lsangiz yaxshi bo'libdi. O'tganda men mush xushallik formulasi degan leksiyani so'zlab aytganda bir jutda bir ko'zim chiryapti. Siz mush xushallik formulasi degan so'zni aytibsiz. Haqq jo'njima. Bo'ldi. Chiqarib ma'lumotni haq jo'na. O'zim nimaga dekatim deb payimimsa. Siz xushallik formulasi so'zni aytibsiz. Men sizni mush qopulab qolgan vaqtingizni ko'rmayman men deydi. U o'ylab qopti. Men chundan xushal yurishim. Doim xushal yurgan odamning yolg'on tushunolmay, o'ziga besimga kirib oldi. Men dedim, ikki xil odamda hissiyat olmaydi. Birisi o'lgan odam. Yanisi ro'y kesildi. Shunisi jiddiylashgan bo'lsanglar, xo'sh bo'lsangiz bo'ldi. Bu sizning birisi o'lmaganlik oldi ko'rdi. Yana birisi sizning saq odam. Ro'y kesel emas emas. Hissiyat qolmadimi? Bo'ldi. Men tushibdim deb darhol meni desang bo'ldi. Shu anda hisoblab ketsa, buni qo'rqib hech bo'lmaydi, bassa olmaydi. Endi ba'zilarni unutib ketsam keyin deydigan ba'zilar. Masalan, ba'zi qiz bolalar, ba'zi o'g'il bolalar muhabbat olib kelsa, kelmaydi deydilar. Mana nima yo'ldan unutib ketsam men qiz bolaga to'g'ri tushunaman. Qiz bolaning biologiyalik nimalar mana shunday bir ish bormi? Qizlarning odatda nima soladigan selinmasa kuchli bo'ladi oilaga. Shuni ular oldirab bir odam yaxshi ko'rsa, ikkinchi odamni o'ylashmaydi. Ammo o'g'illar unday emas. O'g'illar qanday ma'ni bilan berishadi. Qo'rqganimda to'y qilishmaydilar. Ana bilan bir to'y qiladi. Bo'lmay qolsa ham degan chiqiladimi? Oxir yenib ketadi. Ammo qizlar o'g'il bolam to'g'ri bo'lmaydi. Yaxshi ko'rdi kelsa, jimni so'zlab unutib kelsa. Rasman desam, undan men bir unutib qo'yayman sana. Sen shaktik refleksiyani bilamsan, sen bilmaydi. Undan sen bunday qilsa. Shu unutmoqchi bo'lgan odamning sen resmini tepib, uni po'qchilab. Ashine mushu buning puraydigan yerga ikkilib olsa. Aşağı refleksler misin? Qaraysa öyle, derse. Bak kuçunu kökü değil. Ben de uçuyorum. Ketop. İkinci bir tek bitiririz. Demek unutmayman deb turibmanlar, tushunolmayman. Mayli, asasi bo'laverdi. Unutmayman dedim, men nima qilib keyin kuchayman. Asas bo'laverdi. Ham bu narsalarning nurg'unligini yashirmisi bor. Hamda Paul Coelho nima degansa, Paul Coelho mavzuning 11 minut degan asrda to understand love. First you got to understand freedom degan. Sen muhabbetni tushunishdan burun erkinlikni tushun degan. Tushunolmaysan? Nurg'un qiziqarlar o'tasiz muhabbet monopollikdan derak yurdi, erishdan derak yurdi. Amaliyot muhabbet deganimiz erkinlik hisoblanadi. Shuni aytamsizlar ya. Shakespeare bu vaqtda nima degan desa, true love. You can understand true love. First let him go. Let him go. Tushunolmayman, uni qo'yib qo'y. Ketib qolsin. And see, ko'rib qoq. If he comes back. Qaytib kelamdi, kelmay mushdan qarab. Sen doim tutib olsang, uning qo'lini qo'yib qo'ysan, qaytib ketgan kelmayganini bilmay qolsa, shunga let him go. Tushunolmayman. Qo'yib qo'y. U ketib qaytib kelsa, that's the true love. Haqiqiy muhabbet shu degan.
Shuni aytamsizlar ya. Ham bugun kunlik chu desam, bu ham nurg'on nimalar var sizlarga. To'g'riliqcha so'zlab ketsak yaxshi olmaydi. Meyli shundan shu o'g'nishingda bo'lsin, meyli muhabbatingda bo'lsin, nikohingda bo'lsin, ikkilangan har qanday odam oqidajiydi. Shuni aytamsizlar ya. Endi mening darsimning kulminatsiya punktiga chiqaman. Kulminatsiya nuqtaga chiqaman. Hayat men dastlabki bir gap bilan boshlagan. Beijing men 3 narsani direkt berdi deb tushunammi? Starbucks ichima, aytib Zarani chidaplanmay iyad biz vakin. Berib bitirib etdim, kitobni o'qib bo'ldim, Starbucks qoldi. Oxirgi bir gap dedim, hayat nimadan direkt berdi. Endi eng oxirgi men dal hayat to'g'risida. Na, hayat degan zotni nimadan direkt berdi. En oxirgi men dal hayat to'g'risida. Na, hayat degan zotni nimadan direkt berdi. Fizik kasbida o'qiydiganlar bormi? O'qiydigan fizik kasbida o'qiydiganlar. Ha, siz mafkar? Ha, qo'rqmam men. Bilmasangiz hech nima bo'lmaydi. Hozir bolaman aka. Birisi savol sorsa, masalan, o javob bermasa, ko'nglim bo'lib ketgan. Yamma javob beraylikda istamay. Yo'q, javob beraylik. Onu yamırsa sorsam, cevap veremezse sen. Yamırsa sorsam, cevap veremezse. Komaloka. Ya komiser bizim altın kanunu var. Hem de altın kanunu nimesi, altın kanununda ne değil olsa, üzerinde kandak mamul kıysan başka şundan mamul kıl. Çenal mı? Yoki bu butlarki ko'malarga shu. Shunga ular hamma odamga yaxshi ma'lum qildi. Chunki ularning ko'malarga degan nimasi aytsa, sen ularda shoyiba degan bir gap emasmi? Mush dunyoda kishilarga qanday muomala qilsang, ashtonda paydo qilgan hissiyotni sen bir yomg'ir dunyoda his qilsan deydi. Shunga bu qizlarning ko'nglini yerim qilib qo'ysam, ko'ngli yerim bo'lgan hissiyotni yomg'ir dunyoda his qilib olmam emasmi? Şun bular hamma odamga yaxshi muomala qilishni bunday yetaklaydi, tushuna olmayman. Şun altın qonunning asas nuqtasi nima esa, boshqalar qanday muomala qilsang, o'zing qanday muomala qilsang, boshqalarga ham shunday muomala qil. Bu endi ma'lum. Ikkinchi men so'zlagan oq altın qonun. Oq altın qonun nima desa, oq altın qonuni boshqalar qanday muomala qilsang, o'zingga ham shunday muomala qil. Tushuna olmayman. Buning degan gapsam, bu baldan bir savol so'radim. Bu bola buningga javob beremasa, biz faqat nima deb o'ylaymiz desa, ha javob beremedi deb qo'yamiz, leksiyaning qilaveramiz, anglaymiz. Ammo bu bola hissiyoti shu desa, ajab javob beremedi. Hozir hammadan leksiya olmay men to'g'riq munozara tushyapman. Beshim ko'tarilmaydi. Ajab, o'g'lim jamon qardim, bilaman dedim-ku. Yosh qiz bolam manga qarab Amniyatda anaqa qilamdi? Hech kimning qari yo'q. Ammo odamchi bo'lsa, endi o'ylab oldim. Şu an altın kanun degan nimasi, xuddi biz uni zangli qilmagandek, tushunalmi? Uyzanglim bakaylar, bundan nima qilmanglar? Zangli qilib olmanglar degan qonun. Tushunamsizlar ya? Uyzangli inson bo'lishni qiladi degan gap kelmaydi. Qozi qilib ketsa biz qiziqarli bo'lg'ach kulimiz. Ammo bir kun o to'g'riliq mulozamat bo'lmaymiz. Ajab kalam qo'ygan qayda qilsa. Ammo u odamchi bo'lsa bir kun shuni o'ylaydi. Acaba bir qilib tushdim, hissat bo'ldi, hammadan bunday hayotda taloq chiqmadan hammadan ko'zi qarab, yosh men ham qarshi qilganimni ko'rgan. Man o'ziga Tibetlarda Suvey degan bir xat bor. Suvey degan xatning o'zi hissashlik, biroq ularning hissashlik xat degan xatga aniqlik berish nima desa, o'ziga va boshqalarga. Bizda hissashlik qilishgan boshqalarga qaratilgan, ammo Tibetlarda bo'lsa o'ziga. Tushunamsizlar? Biz o'zimiz hech narsa qilmaymiz. Zangli qilamiz o'zimiz. Kichkina xatoligimizni biz nima qilib yetmaymiz desa, kechirib yetamiz. Boshqaning xatoligini kechirib yetamiz yana. O'zimiz kelganda cho'g' desa. Shu an sen savol so'rayman. Jon kechirib javob beramiz, ha? Biz nurni qanday ko'ramiz? Nurni qanday ko'ramiz?
Qaramagan yo'q. Ya bu fizik noqsin demamsa. Mesela nurni mesela qanda, mesela menda deydi, quyosh bilan yer shari o'ttirisida nur bormi yo'qmi? Unda demiş qaram ko'rindi. Ada, hamda bor, ha. Emniyette yer şarlar quyosh o'ttirisimi nurli tushuna olaman. Ammo qorong ko'rindi. Demiş qilsa, o nurni tusab bizning ko'zimizga qaytirib turadigan tusalg'isimi yo'q, tushunamsizlar ya? Ruh, mana mushunda jismda yuriydi, tushunamsizlar? Ruh faqat tusalg'i jismda qiyinchilik ishchidilam nim qilmoqda ekanman, yuribman. İnsanning birdan-bir qildigan nimasi o'zining bir ruh kelligini bilish. Hammamiz bilamiz, ammo sizlarning hammanglar qo'rqib turib bilasizlar, tushuna olmayman. Men suv deyman, maqtayman, rasul ken deysizlar, suv ken deysizlar, ichib boqaman, ichibmen ta'mini ming tasvirlasammi, sizlar qiyos qilsa, yo'q, men ichgandek bilmaysizlar-ku. İnsanning mushuni yakilish bir sababi o'zining bu ruhiy badanga ega ruh kelligini bilish. Biz badanga ega ruh tushunamizmi? Hargizmi ruh ega badan emas. Badanga ega nimkamiz biz ruh. Shu insonning birla nimasi bor, nimasi? Daraxt. Urug' qulab tushdi, uni bir vazifasi bor, nim qilishga uning o'sishlar. Hech qanday daraxt men insonlik soy tashlayman. Unda daraxt o'smaydi. U o'sdi, faqat soy chiqib qoldi, biz faqat nim qilib oldik? Hech qanday muvaffaqiyat qozongan odam xalq shunda tirishgan emas, tushunamizmi? U faqat yaramliq daraxt bo'laman dedi, daraxtning soy tushdi. Bir qonuniyat bor, qushning shu, to'qimning shu, ayiqning shu, odamning shu, o'simlikning shu, toshning shu, har qanday narsa bir qonunda o'sib yetilishdan, tushunamsizlar? Nim qonuniyat borki, o'sib yetilish. Buning uchun juğum o'zgirdi inson. Nim qildi ekan? Qasroq tashlash insondan boshqa hamma hayvonlar bor. Biroq biz insonlar qasroq tashlashdan shundan nim qildi ekanmiz, qo'rqamiz. Bizdagi qasroq tashlash degan nimasi o'zgarish. Tushunamizmi ekan? O'zgarish. Ruh bir narsani izlaydi. Nimani izlaydi bo'lsa, o'sib yetilishni. Siz buni qanday yetilsan degan vaqt har bir qitim bir qiyinchilik yurganda, xuddi nur yurgandek, o'zingizning bir ruh kelligini qila olaysizlar, his qila olaysizlar. Biz eng xato bir narsa yashayapmiz. Nimasi? Biz qiyinchilikdan qichib yashayapmiz. Amniyatni biz nima qilib yashashimiz kerak ekan? Qiyinchilik degan bek mo'yin narsa. Qancha ilgirliga odamning qiyinchilik shunchalik bo'ldi ekan, cho'maydi. Mangu cho'maydigan. Bilatamizlar ya? Michelangelo. Bilasiz Michelangelo? Haykaltarash. Buni Davud deydigan bir asar bor. Unda o'tirgan. Kuch. Davud alayhissalom uyab chiqqan. U yomon nafs asar. So'de, ey Michelangelo. Sen mushunda nafs asarni qandoqmi yasab chiqqansa deb hayron qolsa dedi. Men yasab chiqmadim. Men bir kuni tosh bozorga bordim. Tosh bozorda yo'g'on bir toshni ko'rdim. Toshning ichida Davudni ko'rdim. Men Davudning Davud emas qismini uyab elib etgandim. Davud chiqdi. Tushunamsizlar ya? Menmi o'xshashsa, ismonim-ku. Qo'pa. Ismonim. O'tirasan, men Lushan qilib turibman, tutib olgansan. Sen tur. Ismonim? Odiljonning ko'z qarashi, Odiljon bilan mening kurayotgan Odiljon o'xshamaydi. Men bir toshni ko'rdim mana. Toshning ichida Odiljon'ni ko'rdim. Tushunammi? Men Odiljon emas qismini elib etsam-la, Odiljon paydo bo'ldi. Tushunamsan ya? Bu Odiljon bu ma'lumotdan Odiljon emas ko'psa. Men kurayotgan Odiljon deganman, kurayotimchi bormi? Rintiginde kurayotimchi bormi? Ajoyib bir Odiljon. Ammo sen kurayotgan Odiljon bir tosh. Shu toshning ichidagi emas qismini elib etsak, nim qismimiz qoldi ekan? Biz mushuncha yashaymiz. Mikrofon qayda? Men mikrofon zavoddan chiqqanda, yo'q, to'limi pokiz, to'limi yaxshi ekan. Yalasin butuni. Hozirchi? Hozir mendek odamni tuli so'zlab, tuli tugurib buni. Stop. Buni hozir mikrofon emas qismi paydo bo'lib qoldi. Shu buvoqni biz suyimiz. Tushunammi? Har qanday bir buvoq odamni shundoq bir odamni suyib ishlavamiz keldi. Sen suyamdi birsin. Nimişqa? Baba mikrofon pokis emasmi? Odam cho'ngboq cherganda sen umi gap qilib, bumi gap qilib, ota-onam gap qilib, bu yerda tugurib, sening ishsiz bir qisming nimaga aylanib qoldi bo'lsa,
xuddi sunukingni bostirib qo'ygan deb turadi. Tushuningmi? Hali qilar qog'oz bor-ku. Qog'ozni mushini elib etmasa bo'lmaydi. Dal sening emas qisming yoki Michelangelo degan Davud emas qismi nima desa, ümidsizlik. Tushuningmi? İşkilnish, tushkunlik bu insonda bo'lgan narsa emasmi? Bu dal insonning qo'g'landi bo'lgan qismi. Shunga qo'g'landi degan gapni arabcha shayton deydi. Tushuningmi? Cevap geldim şimdi. Qo'g'landi. O başka bir yerde bular, bu bir yerden kelme tağına akıdı yok mu? Nurgu adam oyunda öyle oldu ki. O bizde cismimiz buldu, insanın anda altı var. Qo'g'landi buluştu işte. Bunu kanda qo'g'landi qilamiz. Bir usul var mı? Genç kız deymiz. Sen kılanmayman degan narsani bir qildingmi? Odam cho'muydi. Bizning hozir biyologiyaning da'vatisi odam faqat 11 oyliklar dedi. Buning degan gapsa 11 oyda bizning bu tashqi qiyofatimizmi o'zgardi, ammo tashqi qiyofatimizdan boshqa hujayra hamma narsa o'zgarib ketdi. Siz bir odam 11 oy ko'rmagan bo'lsanglar, boshqa bir odam bilan paranglashgan odat paranglashinglar, tushunamizmi? Faqat odam qancha oylik bo'ldi ekan? 11 oylik. Her bir 11 ayda sen üzən emas qismini taşıyırsa, bunu qanda taşıyırsa dese, dal men degandek üzən qiyinchilik ataysa. Bu jarayonda sening hayotingda bunday ish bo'lsa, birse asan, ammo xato. Sharxonning kinosi ko'rganmisan? Kimni yetkazgan kinosini? Ash kinoda men birisini Sharxonning kinosi hamroq. Ben birisi Marko'ning kinosini yaxshi ko'raman. Marko bor. Bak Marko amma apsizlishga anchalik u ish bilan ancha qiziqmayman. Marko'ningda bir seyrgar chiqdi, seyrgarchi. Shu seyrgarning bir qizi bor, shuni yaxshi ko'rib qoldim. Fiona ma bir narsa bor. Endi Shohrux Xonning kinosini yaxshi ko'rman deganda, uning bir xil umidvorlik bor. Yüzüm umid var bala. Shu kiliga to'g'ri. Kimin yetkeşte nima qiladi desa, "Ela qizvalini bu oqchib ketsin bo'ladigan vaqt kelib qoladi, oqs bilib qoladi buni-chi." Shuni opsi deydi Sharxonga, "Balam, bu qizning tatsi bermaydi sizga. Acha yomon etigdi sizni. Oqchib ketadi." Desa Sharxon ajoyib yaxshi gapni qildi. Ana. Yomon nima, ana deb turdi. Endi apam men mundaq degan deydi. Dünyada ba'zilar var. Umaydik kunimdi. Biroq bu ishlaringni qiyinlashtiruvdi, bu xato. Yana ba'zilar var, qiyindek kunimdi, qiyin bo'lgan bilan bu to'g'ri. Buni qilsam, keyin kunlaring o'ng'aylashdi degan. Shu men oqchib ketsam, qaramoq umaydek turgan bilan men bir umr qiyinchilik qilaman, qechib yuradigan chiqdi. Shunga men qiyin bo'lsa-mu, men bu dadisini cho'qim qoyil qilaman deydi, rost degandek. Eng oxirida poyezddan manganda nurg'un tayoqlarni yeb, bilasanmi? Dadisanga qo'ydi. Tushunammi ya? Faqat nima desa, sen ishkilish yuz berjima, to'g'ri, ammo bek qiyin bo'ladi bu yo'ljima, qiyin. Ammo bu sening eng oxir turmushingni osonlashtiradi. Yanlishlar o'ng'ay, ammo bu xato bo'lg'achqa, buni qilsa, keyin turmushing kelishadi. Men o'tiramda Sunukun kilosini tunganmi deb berdim. Men eng ta'sir qiladigan personaj Tangsan. Bir Tangsan. Quvg'in deyilmaydigan bir Tangsan. Tushunammi? Tangsan ham bir chivinni men deb shu deydi emasman, normal men deydi emasman. Nishonni ko'ratamsizlar. O qiyinchilikni biladi, ammo uningda bir nishon bekitilganlik uchun nom olaman deganlik uchunla toshdan Sunukun tug'iladi, osmondan baji, shason, ot degan narsa yig'ib ketadi. Tushunamsizlar? Nishoning bo'ldimi? Osmon sog'ning qiladi ekan, yordam. Magipimni tutqanmoqchimi? Ruhning qonuni shu. Qilaman dedimi? Ruh degan hamma narsa ulshalaydi. U sizga kerak bo'lgan yordam, odam, fursat, hamma boyliqnimi sizning qilib ekipirdi. Sizlar men uni tunmaydim, buni tunmaydim, pulni o'ylamanglar. Faqat siz kuchli ruhli bo'ldi ekan. Osh ruh sizga loyiq narsa hammani qilib ekipirdi. Pul degan narsa nishon emas. U sizning osh nishoni uchun xizmat qiladigan bunday şahsın o. Şunu atamsızlar ya. Yaman mühimler. Hansın alaman dedi mi? Bo'ldi. Onunla her xil geldi. Nima qildi ekan kim? Bu qonuniyatga siz qat'iy sal qarshi olasiz. Hem sizning turmushing 201 sizlar uzun muddat
Nimada yashdinglar desa, rohat balbog'da yashdinglar. Rohat balbog degan o'ziga bir xil tunish bo'lgan muhitlarga ergishib oldi inson. Buningdan chiqish jarayonida siz iroda chiqasizlar, irodani bo'ldi. Ammo iroda bilish kerak. Iroda oxir chiqindigan narsa. Tushunamsan? Iroda nim qilgan narsa ekan, iroda orqali muvaffaqiyat qozonmaymiz. Sen tushuntiribsan? Tushunmay? Tushunmamsan sen joy? Ha? Anlayman voy. Anlayolmay turibdi. Ya, tushunmamsan? Men tushunmayman. Ben qo'ldan bilaligini taqdim. Men uchun cho'tkilash iroda qilg'ish men uchun. Aytgan qo'pab shunda qilib qizilib ketaman. Ammo sen iroda bog'lamsa degan shuni cho'tkilab, ya, odatdan qaytib ketdi-ku. Tushunamsan ya? Odat. Si Ronaldo nim dedi? Si Ronaldo. Cristiano Ronaldo nim dedi desa, men Bartaga top urishni bir alayda ishtimayman, Bartaga top urishning odatim dedi. Qarama gapni, tushunammi? Odat. Bartaga top urishni deyotgan gap-ku, odat. Biz uchunchi bo'lsa, unda bir Bartaga top urish nurg'un odam uchun nima bo'lib ketdi? U bir Şuna sizning ko'pincha vaqtda turmushingizda nima yuz berdi? Ikkilish yuz berdi-ku. Qilaymi, qilmaymi? Qo'paymi? Ertagenda qo'pash yaxshi-ku, ammo qo'pmaslik texim yaxshi. Qo'pash yaxshi, ammo uxlash texim yaxshi. Mana bu yerda insonning nima bo'ladi desa, mayadagi limbik sistema, ya'ni issiq sistema, hayvoniy sistema bilan mayadagi sovuq sistema o'rtasida kurash bo'ladi. Baxtga qarshi issiq sistemamiz bizning kuchli odatda. Sovuq sistemamiz nima ekan? Ojiz. Şuna bu nima xuddi badan chenab turgandek 41 kun qilib bersa bir ishni, u darhol nimaga aylanib qolgan? Odat. Odatga aylandi, iroda ketmaydi. Shu qiladigan ki, chichot qilgandek bir ish. Ya Ronaldoning to'p urishi chichot qilgandek bir ish. Bir barakat topdi. U birni bir atishib borib, u birni qirqatdi. Atishib. Başına yanchiqdan shunday qog'oz olay desam, bu endi qog'oz chiqmay 5 qo'y pul. U bunun tüşkü çıkıp kaptı. 5 koy. Ama malayımı, ammayım. Alay desem pulun aşağıya selip, başlandı. Tak köngülü bir aram bulat. O ammay desem, at şu boy düzgülemiyor. 5 koy değil mi bu? Qattiq 5 koy bunu. Malayım. Mana, endi mingalına bir atın depirimcima. İşkilendi olama, her qanday vaqtda mingala qimmas tarafdor bo'lujima. Nim tarafdor bo'lgan? Qimmas. Qimma bu jimto. Ammo mingani mo'chirva qilaman desa, uni nima qilib birgan? Amalchor. Shunsidan nima ish qiladi degan savolni jiq so'ramay, qanday qilish to'g'ri savol so'rab qo'yganlar. 24 soat ichida menga har qanday savolni qilib birgan javob ber. So'rmaysizlarmi? Nemi so'rasang shuni berma davasa, so'rmaysizlarmi? So'ranglar, tushuninglarmi? Qanday qilaman degan vaqtda so'ranglar, javob toping. Ma'bal uchun ma'bal o'xshash. Anayman men degan kili menga amma yosh bulan silib aşağı salsam biraz kulib qolsa, ko'migan taqdim osh bulan bir tomoq yesam, bo'ldi qila, qo'pab chiqsa, menga nonda menga degan narsamas. To'liq to'yib emasman men. Bu ömrümde yüz bermegen nurg'un ishlardan endish qilganman dedi. Tushunamizmi? Nurg'un vaqtlarda siz endish qilayotgan chiqishlar yuz bermaydi. Ammo menga buni nima qilib bergan kuchayib turdi. Shunda chiqdi biz qilqapti. To'g'ri. Amomsa. Amomsan me'alim dedi. Jannat chiqdi. Nega sening oltin me'alime qarang. Alaman degan amallar menga nima ish qilib tursa, yana amal. Bunun amalını baktı olsa derhal yan çıktılar. 100 koydu bir aptı. Ununu selitip düşük geldi. Yani 105 koy olan kişinin bombaydı deyip. Mahi kaydın neyim çıkıvatı olsa ana senin ma. Meblağını kuruyatam size. Meblağcı. 5 koy az meblağ mı? Şu an nurgun vakta sılının kılıvat karşınla Doğayat mamaatınla münasebet bulup ketken vaqtda, şunu otamsizlar. Aydın potansiyel çıkır. Sen 100 metre qanchalik vaqt chiqsa, qanchaga chiqsa? 13. İşte bunu qo'yib bersam-chi. U chaqda masala o'xshamaydi. Ha, 10 sekunddan jurib baqsa. İşte qo'yib berganlaringizmi soat qarab. Doğayat mamaat bilan.
hayat mamatla. U chaqda insondagi nima quvvat. Shu sil qilayotganishqa yo o'limi, yo qilib mag'odat kelgan vaqtda inson har qanday ishni qiladi ekan. Yiligo 12 kilo chiqdi ekan, ish qo'g'layotganda tam bo'lib qolsin, tam demasa kirib chiqaverdi. Hayat mamat masalasi emas.